Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanlar dam olish kuni yaxshi o'tkazinglarmi? Amanlarning Xudoning mehri shafqatiga va ulug'lig'i to'lgan shuna dam olish kunlarini va har bir kuninglarning shuna Xudoning mehri shafqati bilan o'tishini tilayman. Bugun biz darsimizning davomi, ya'ni chunki oldingi qatim men degan 42 bobdan toki 45 bobgacha mazmun bir bo'lak mazmun o'xshash ulanishlig'i bor deb degan edim. Ya'ni Yusuf bilan qarindoshlarning ko'rishishi. Şuna aldığın babda faqat azroq qilqi oq ko'rinishi, nazariya degan o'xshash boshlanish qismini qilib, davomi qilib qolgan davomini pat-pat ko'rib o'tsak, sizlarning tushunib, bu bir butun bilakning ichida Xudoning bizga yetkazmoqchi bo'lgan mazmuni va bu mazmunni biz qanday ko'rishimiz kerak degan o'xshash nimalarni biroz sizlarda tunishliq tushunish paydo bo'lsin deb bugun o'lablam 43-bob bilan 44-bobni yana birlashtirib ko'rib o'taylik deb tayyorladim. Chunki bu mazmunni asosan bizga o'xshash bunaqa dars qilib o'rganayotganlarda bo'lsa, asosan bir bo'lak mazmunda asosan buni biz ko'ralaydigan, bizga yetkazmoqchi bo'lgan Xudoning bu ishlar orqali bizga yetkazmoqchi bo'lgan uchuri, mazmuni, maqsad muddalari degan narsalarni ham bunday deblam o'tkazadigan ahvollar ko'p uchraydi. Lekin ta'limlarda bo'lsa odatda kichik bir mazmunlarni ayirib elib, ayrim bo'lak elib ko'rgan bo'lg'achqa, buni bir butun cho'ng bir gavda ichida ko'rish bizga ta'sirak. Biz bo'lsak bir bo'lak, ya'ni bir bob qilib ayirib bo'lib ko'rgan bo'lg'achqa, ayirib bo'lib ko'rsak, oldingi qatim men degan o'xshash buningda biz nima tushunsak bo'lar yoki qilish qanday maqsad bordi degan oq oldini ulash, oq oldini birlashtirib, bir tushunish, bir gavda ichida tushunish biroz tasab qoldi. Shundaqdimi biz Xudoning so'zidagi har bir jumlalar, bir boblar, ya'ni har bir boblarning tuzilishi orqali Xudoning yetkazmoqchi bo'lgan har bir so'zlariga biz sal qarashdan saqlanish uchun ayrim bir bob ko'rib o'taylik deb, ya'ni bir bo'lakni ayrim bilib o'tgan edim. Bugun mana shunga o'xshash darsimizning davomini bo'yicha ikki bobni birlashtirib ko'rib, anandan keyin bu bugungi mazmunni biroq ko'rish orqali va uni biz amaliy misollarimiz orqali hayotimizdagi bir qism masalalar va ishlar bilan birlashtirib ko'rish orqali bu shu bir bo'lakdagi biz o'rganalaydigan, biz ko'ralaydigan va Xudoning bizga demoqchi bo'lgan muhim bo'lgan shuna bir uchuri markaziy ideyasini biz ko'rib o'tib, oxirsida 45-bob, ya'ni keyingi qatimliq 45-bob mazmunda biz hammasini yig'inchoqlab umumyuzlik holatda bir qatim xulosalab chiqishni o'ylab, shundan bu qatimki mazmunda ikki bobni biroq ko'rib o'taylik dedik. Shunga bugungi mazmun biroz oldingi mazmunga o'xshash pek abstrakt bo'lmasligi mumkin, chunki buni amaliy turmushimizdagi ahvollar orqali shuna ko'rib o'tamiz. Shuning uchun astaroq biroz aldirmasdan ko'rib o'tishni muvofiq ko'rdim. Shuning uchun biroz uzrab ketishi mumkin. Shundan o'zim ikki bob mazmun bo'lg'achqa, hammalarni to'g'ri tushunib, sabr qilib, o'zinglar buni anglash jarayonlarida shundoq tahlil qilib, shundoq beshinglarni o'tgan ishlar bo'lsa, shularni xulosalab, bundaq ishlar uchun qanday deb shularni o'zinglarning shundoq bir xulosalab o'ylanib chiqishinglarni umid qilaman. Ma'qulroq bo'lsa oldi bilan mazmun uzun bo'lsin, biz bir qatim o'qib chiqaylik. Ya'ni 43 bilan 44ni biraqlam o'qib o'tay. Olamning yaratilishi 43-bob. Qanondagi ocharchilik bargan seri oxirlashdi. Yaqubning oilasidagilar Misrdan elib kelingan ochliqni yeb bo'lgandan keyin Yaqub o'g'illariga "Sizlar yana biroz ochliq setib elib kelinglar" dedi Yahuda otasiga. Biroq u odam bizga kichik ininglarni elib kelmaguncha o'zimga qarag'uchi bo'lmanglar degan. Agar siz kichik inimizni biz bilan birga avvalsangiz boramiz, bo'lmasa bormaymiz. Chunki u kishi bizga kichik ininglarni elib kelmaguncha o'zimga qarag'uchi bo'lmanglar degan dedi. Isroil ularga, "Sizlar nimishqa meni bunday qiynaysizlar? Nima uchun u kishiga uyda yana bir inimiz bor deb aytdinglar" dedi. Ular bunday javob qaytardi. "U kishi bizni va oilamizning ahvolini ko'nchalab surishtirib, otanglar hayotmi va yana boshqa qarindishinglar bormi deb so'radi. Biz uning savoliga javob bermasak bo'lmaydi. Biz uning kichik ininglarni elib kelinglar deydiganligini na'dim bilatdik.
Yahuda İsrailga, Benyaminni manga tapşırın, biz derhal yolga çıkaylı. Şunda kılganda biz, siz ve balalarımız açlıktan ölmeyimiz. Kiçik inimga men kepil, bütün javabkarlıqni üstümge alay. Men onu aman esen qaytırıp gelip öz kolunuzga tapşırmasam ömürvayet ayıplik bolup ketay. Eğer biz vaqtni kayni sürmegen bolsak, bu uçaqqicha 2 qatim berip keletdik dedi. İsrail ularga, undaq bolsa mundaq qılыңlar. Baş vazirge biraz malham, hasal, doğru derman, murmakki, pisti badam qatarlıq eng yaxshi yerlik halaydı mahsulotlardan soğat alğaç beringlar. Yana bir hassa artıq pul alğaç berip, aldın qatim tağarlarыңlarga selip qoygan pullarni qaytırıp beringlar. Ehtimal bu ishda savalli görülgen bolushi mumkin. Eninglarni o kishinin yeniga tezdan elip beringlar. Hammaga qodir Xudo uning ko'ngliga insof berib Benyamin bilan Shimonni sizlarga qo'shib qaytirg'ay. Navoda taqdir bolalarimni mendan ayirib etsa, amalim qancha dedi. Buning bilan ular tayyorlagan so'g'atlarni bir hassa ortiq pul va Benyaminni elib yo'lga chiqdi. Ular Misrga borgandan keyin Yusuf bilan ko'rishdi. Benyaminning ular bilan birga kelganligini ko'rgan Yusuf qo'chilarga: "Bu kishilarni uyimga elib bor. Ular tushlik tomoqda men bilan birga bo'ladi. Sizlar bir mal so'yib ziyofat tayyorlanglar" dedi. Qo'chidar buyruqqa binoan ularni Yusufning uyiga elib bordi. Ular qo'chidar tarafidan Yusufning uyiga boshlab berilganligidan intayin qo'rqishib, bizni cho'qim oldin qatim tog'arlarimizni qaytarilgan pullar sababidan bu yerga elib keldi. Ehtimol ular bizga tuyuqsiz hujum qilib, eshaklarimizni tortib olib, bizni qul qilishi mumkin deyishdi. Hamda Yusufning darvozasi oldiga berishi bilan ular qo'chidarga: "Taqsir, oldin qatim biz bu yerga osh olg'ili kelgan edik. Uyga qaytish yo'limizda qo'nadigan yerga kelib tog'arlarni ochsak, pullarimizning tog'arlarimizda o'z beti turganligini ko'rdik. Hozir bu pullarni qaytarib berish uchun keldik. Buningdan boshqa biz yana osh setib oldiganga pul keldik. Oldin qatim tog'arlarimizga pullarni kim selib qo'ydikin bilmadik" deyishdi. Xo'jidar ularga: "Qo'rqmanglar. Pullaringlarni men topshirib olgan edim. Uni tog'arlaringlarga cho'qim Xudo, ya'ni atanglar e'tiqod qilib kelgan Xudo selib qo'ygan o'xshaydi" dedi. Ondan u Shimonni zindondan elib chiqib ularga topshirib berdi. Xo'jidar ularni Yusufning uyiga boshlab, putlarni yuvishga suv, eshaklarga bo'lsa yem berdi. Ular so'g'atlarni tayyorlab, tushda Yusuf kelganda uning taqdim qilishini kutib turdi. Chunki ular Yusuf bilan tamoqda birga bo'lganligi to'g'risidagi xabarni anglagan edi. Yusuf uyga kelganda ular boshlarini yerga tekkicha egib, ta'zim qilib so'g'atlarni sundi. Yusuf ular bilan salomlashgandan keyin: "Sizlar menga yashinib qolgan atanglar to'g'riliq gap qilgan edinglar. U kishi qandoq, hayotmi?" deb so'radi. Ular javoban: "Mo'min kamillarning otasi hayot va yaxshi turyapti" deb boshlarini qayta yerga tekkicha egib ta'zim qildi. Yusuf bir onadan bo'lgan o'z enisi Benyaminni ko'rib: "Sizlar menga yetgan elqi eng kichik ininglar mushmi? Ey o'g'lim, sana Xudo baxt ato qilg'ay" dedi. Yusuf o'z enisiga bo'lgan qaynoq mehr hissiyotini basolmay ko'pchilikning oldida un selib yig'layotgandek bo'lib ketdi. Shunga ularning yenidan chiqib, o'z hujrasiga kirib bir hazagacha ko'z yosh qildi. Ondan u yuzini yuyib, hissiyotini besib qaytib kelib xizmatchilariga tomoq akirishga buyurdi. Yusuf o'zi yolg'iz bir dasturxonda, qarindoshlari ayrim bir dasturxonda o'ltirdi. Ziyofatda bili bo'lgan Misrliklar yana bir dasturxonda o'ltirdi. Chunki Misrliklar İbraniylar bilan bir dasturxonda o'ltirishni tuvan ko'ratdi. Yusuf qarindoshlarini o'ziga qaratib, cho'ng-kichik tartibi bo'yicha o'ltirg'izdi. Buni ko'rgan akukalar hang-tang bo'lgandan bir-biriga qarishib qo'yishadi. Yusuf ularga o'z dasturxonidan tomoq bo'lib berdi. Benyaminga bo'lsa boshqalarnikidan 5 hassa ortiq usib berdi. Ular Yusuf bilan birga yeb-ichib intayin xushal bo'lishdi. Alamning yaratilishi 44-bob. Yusuf qo'chidarga: "Sen ularning tog'arlariga elib ketalugidek ochlik qachilab, pullarni o'z tog'arlariga selib qo'y. Ularning eng kichigining tog'ariga mening kumush jamim bilan o'z pulini selib qo'y" deb buyruq qildi. Qo'chidar buyruqqa binoan shunday qildi. Ertesi tang saharda Yusufning qarindoshlari eshaklari bilan birga yo'lga selib qo'yildi. Ular shahardan chiqib ancha yiroqqa bormayla Yusuf qo'chidarga: "Sen darhol ularning keynidan qo'g'lab berib, ularga sizlar nemishga yaxshilikqa yomonlik qilasizlar, nemishga xo'jayinimning kumush jamini o'g'irlab ketasizlar. Xo'jayinim u jamda ham sharob ichidu, ham falochidu. Sizlar ig'ir gunoh o'tkazinglar" degan dedi. Xo'jidar ularga yetishganda Yusufning so'zini dedi. Ular: "Xo'jam, bu nima deganlari? Kamillari bundaq ishdan
neridir. Özleriga ma'lum biz hatto o'tgan qitimda tog'alarimizda pullarning borlig'ini ko'rib, uni qanondan qaytirib akilgan tursak, xo'jayiningizning oltin kumushlarini yana o'g'irlamdiq. Agar o'zlari qaysimizning tog'aridan jamni tepib olsalar, shu o'limga mahkum bo'lsin. Qolganlarimizmi o'zlarining quli bo'layli deyishdi. Xo'jadar, bu so'zinglarga qo'shilaman, ammo jamni o'g'irlagan kishini elib qolaman. Qolganlaringlar qaytib ketsanglar bo'ladi dedi. Buning bilan ko'pchilik darhol o'z tog'arlarini yerga tushirib ochdi. Xo'jadari cho'ngining tog'aridan boshlab toki eng kichikinikigacha inchiklab oqtirdi. Oxirida kumush jamni Benyaminning tog'aridan tepib oldi. Qarindoshlar umidsizlangan holda kiyimlarini yirtishib, yuk taxtlarini eshaklariga ortib, yana shu shaharga qaytib kelishdi. Yahuda va qarindoshlari Yusufning oldiga qaytib borganda Yusuf tehi uyda edi. Ular o'zlarini uning oldiga tashlab yerga otdi. Yusuf ularga: "Sizlarning bu nima qilganinglar? Menga o'xshash yuqori martabadagi bir kishining sizlarning yurish turishinglarga pala chalaydiganligimni bilmaydinglarmi?" dedi. Yahuda javoban: "Ey alilari, biz bu ishga nima deya olamiz? Uni almadik deb qandoqmi o'zimizni aqlay olamiz? Xudo kamillarning gunohini echib tashladi. Endi jam chiqqan kishilar emas, biz o'zlarining quli bo'lgaymiz" dedi. Yusuf ularga: "Yo'q, hargiz unday qilmayman. Faqat jamni olgan kishi menga qul bo'lsin. Qolganlaringlar otanglarning yeniga amon-eson qaytib ketinglar" dedi. Yahuda Yusufning oldiga berib: "Ey alilari, o'zlari ahvolni ochiq bayon qilishimga ruxsat qilg'aylar. O'zlari podshoh bilan baravar kamillarga rahim qilg'aylar. O'zlari bizdan sizlarning otanglar yoki boshqa qarindishinglar bormi deb so'raganlarida, biz yaşanıp qalğan atımız və atımız yaşanıp qalğanda tapqan bir kiçik inimiz var. Bu inimizin bir qursaqdan bolan akisi ölüp ketken. O ularning anısıdan qalğan birden bir bala. Şuna atımız onun bək amraq deyen edik. Özləri biz kəmillərə onu elib kelinglar, öz gözüm bilan körəy deb tapılğandılar. Lekin biz bu balının atısıdan ayrılalmaydiganligini, agar ayrılsa atımızın çoqum ölüdiganligini aytganimizda, özləri biz kəmillərə kiçik ininglarni elib kelməgücə yüzümgə qaragıcı bolmanglar degandilar. Biz atımızın yeniga berib özlərinin sözlərini yetkizdik. Keyin o bizni yana açlıq əkelishga buyurganda, biz onunğa enimiz biz bilan birlə barmagıcə biz o kişinin yüzüge qaraya almaymiz. Kiçik inimiz biz bilan birlə barmasa, biz mi barmaymiz degan edik. Kamillərning atisi bizga: "Sizlarga ma'lum ki, ayolim Rahila menga faqat 2 o'g'il tug'ib berdi. Ularning biri mendan juda bo'ldi. O mendan ayrilgandan keyin uni qayta ko'rmadim. O cho'qim yetkush hayvonlarga yem bo'ldi. Agar sizlar bu o'g'limni mendan elib ketib, umi yo'lda biror ko'ngilsizlikka yo'liqib qolsa, qiyirg'inimda asrat chekib o'lib ketaman" degan edi. Endi o'ylab baqsizlar, agar biz bu balni elib ketmasak, kamillarning atisi bu balning qaytib kelmaganligini ko'ribla hayotidan ayrildi. Chunki uning hayoti bu balning taqdiriga bog'liq. Atimiz bilan ko'rishganimizda enimiz yo'q bo'lsa, o asrat chekib o'lib ketadi. Uning o'lishiga biz sababchi bo'lgan bo'lamiz. Kamillari atamga kepillik berib, agar balini qaytarib kelmasam, umrvoyat ayablik bo'lib ketay degan edim. Shunga ey alilari, bu bala uchun kamillari qilib o'zlariga qul bo'lsin. Bu bala bo'lsa, akillari bilan birga qaytib ketsin. Agar bu bala men bilan birga ketmasa, men atamning yuziga qanday qaraya olayman? Men atamning bunday bala qazo uchrishiga chidab tura olmayman dedi. Xo'sh qarindoshlar, mazmunga kelsak, biz avval, ya'ni oldingi 42-babda ko'rib o'tgan mazmunlarni bir qatim qisqacha xulosalab o'tsak, ya'ni oldingi babda qanandimi acharchilik yuz berib, qarindoshlari oxiri Misrga, ya'ni chunki otasi Yaqub anglasam Misr ochliq ekan, sizlar berib osh setib kelinglar deb evatamiz bolalarni, ya'ni Yusufning 10-akisini. Shunday qilib ular Misrga berib, Yusufning oldiga kelib, besh yerida kucha egilib ta'zim qilgan vaqtida Yusuf ularni tunib qilib, lekin akillari uni tunumaslik qilgan emas. Shu bilan Yusuf kichik vaqtidagi tushlarini esiga olib, uni akalarni jasus deb turib, ularni qiynaganlik, ya'ni jasus deb ularni sizlar davlatimizni chaqirib keldinglar deb tunishib bermagandagi bir qancha jarayonlarni biz ko'rib o'tgan. Bu mazmunlar orqali biz asosan qisqacha yig'inchalasak, cho'ng bir gavdesida bir ko'rgan bo'lsak, ya'ni Yusufning akillari ayni vaqtda bu Yusufning tushini atisi bo'lsa, shu vaqtda biz anglagan vaqtimizda diqqat qilinglarmiki, Yaqubmi garchi Yusufning tushini anglagandan keyin bo'lsa, garchi uningga "Voy, qanday tush ko'rding sen? Anang va ishkimizning senga ta'zim qilishimizni xohlamsan" deb turib degan bilan Yaqub bu tushlarni ko'ngliga bukib qo'ydi degan bir jumla so'z bor. Shunga o'xshash Yaqub bo'lsa, bu tushdamdi Xudoning bir irodasi, bir nimasi bormikin deb bu yerda ko'ngliga bukib saqlaganligini
Biz ondan o'ylab baksak, buna ko'ngli pikib qo'ydi degan so'z muqaddas kitobda shu qadar ko'p uchraydi. Kona ahdididan ba, balkim sizlar eng tunishib olamı, yangi ahdidimi shundoq. Masalanga, Hazrat Isoning, ya'ni Luqa bayon qilgan Xushar 2-babning oxirgi mazmunini qarasak, yosh Hazrat Iso ibodatxonda degan yerda Hazrat Iso, ya'ni Hazrat Iso ota-onasi bilan o'tib ketish yeytida, Yerusalimga borgan shu vaqtda, ya'ni Hazrat Iso 12 yoshga kirgan vaqtida ular yeni üçüncü gün ular mərkəzi ibadet qaytqan vaqtida Hazrat İsa öz mərkəzi ibadətxana oilasida o'tirib balki ta'lim berib qildi emasmi? Lekin ular ota-onasi bo'lsa qaytqan vaqtida keyin ular tuqqanlar birodarlar orasida yo'qligini bilib qaytib berib uni ibodatxonadan topgan vaqtida voy balam bizga uqtirmay nemish qilib qolding, biz sendan demak ansirab ketdik, seni istamay qolmadi degan vaqtida Hazrat İsa dedi-da meni izlashinglarning nima hojati? Men otamning uyida bo'lganligini bilmamdinglar degan vaqtida ular garchi tushunmagan bilan qarasanglar oqida Hazrat İsa onasi Maryam, Hazrat İsa'nın onasi Maryam bo'lgan barliq ishlarni, yuz bergan ishlarning hammasini ko'nglida chin saqladi degan o'xshash halqi. Mana ota-onasining bolalardagi Müşnaq gaplar bo'lsin, bolalardagi mana alayda ishlarni hammasini ko'nglida saqlab pikib qo'yib, Xudoning irodasini, Xudoning yetalishini mana kuzatayotgan mana bir mazmunlarni so'zlaydigan ahvollarni aytib ko'p. Shunga o'xshash Yaqubmi Yusufning tushini anglagan, ya'ni tushini anglagan vaqtida, ya'ni Yusuf tushini aqllari va degan otasiga deb bergan vaqtida aqllari bo'lsa hasad qilib, uningdan o'shilib, yaxshiga qilmagan bilan otasi Yaqub onun tushlarni ko'ngli pikib qo'ydi degan mazmun bor. Ko'ngli pikib qo'ydi degan gap hamda balasi Yusufning ustida Xudoning bir yetaklishi, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlari, irodasi borligiga bo'lgan bir ishonchini borligini biz ham bu yerda ko'rib olamiz desak bo'ldi. Shunga o'xshash hamda nima demoqchi desa, bu yerda Yusufning aqllari shu vaqtda bu Yusufning degan gaplar orqali bu Xudoning albatta Xudoga bo'lgan bilimsizligi deb oldin qatim degan o'xshash, Xudoga bo'lgan bilimsizligi, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlariga, Xudoning ahdisiga bo'lsin, endi Xudoning so'zlariga bo'lsin, endi qisqasi Xudoga bo'lgan Xudoning so'ziga bo'lgan, Xudoning amr farmonlariga bo'lgan, Xudoga bo'lgan bilimsizligi tüpaylidan gerçi qarindishiga mana hasad qilib, qarindishiga o'yishmanlik qilib, chunki otasining amroq o'g'li otasining mehrini, muhabbatini yolg'iz shu inisi avag'andak. Mushunlar ham ko'z oldidan yo'qolsa, otasining mehr muhabbati, otasining ko'ngil bilishi bu bolalarga tushadigan o'xshash. Shunga o'xshash bu bolalar, ya'ni aqllari bo'lsa, Yusufga o'shilib, hasad qilib, buning uchun suiqasd qilib ishlagan emas, suiqasd qilgan buni ko'zidan yo'qotmoqchi bo'lgan. Lekin Yusuf bo'lsa, ya'ni Xudoning irodasi bor bo'lgan, Xudoning irodasi va yetaklishi ustida bo'lgan Yusuf bo'lsa, garchi bu suiqasdda aqllari buni suiqasd qilib, qul qilib setmoqchi bo'lgan bilan, garchi Yusuf shu jarayonlarda nurg'un agrit voqea, jafo mushaqqatlik dunyoning nazariga nisbatan biz dunyodagi hayotga nisbatan shu qadar jafoliq kunlarni shundoq bir nimaga to'lgan azobli kunlarni boshing kechirgan bilan shu jarayonlarda Xudoning mehr shafqati, Xudoning mehr muhabbati, Xudoning hamrohligi, Xudoning yor bo'lishi onun bilan belli bo'lgan bo'lg'achqa, Xudoning belli bo'lishi bilan, Xudoning har vaqt uningga yor bo'lib, ilhom berib, madad berib, uning qalblarini silab, uning qalblariga shifolik berishi bilan Yusufning bo'lsa, Xudoning mehr shafqati bilan barliq azob oqibat kunlarini Xudoning mehr muhabbati bilan tasalli tepib, Xudoning mehr muhabbati bilan shu kunlarni yaxshi, ya'ni Xudoning iltifotiga to'lgan, Xudoni tunigan, Xudoning mehr muhabbati bilan texim kuchli qaysar bo'lib, texim yaxshi ishlarni, hayotida texim yaxshi ishlarni yashagan. Hem shundaqla Xudo bo'lsa, uning ustida, Yusufning ustida o'zining irodasini, hem shundaqla o'zining va'dasini amalga oshirib, oxirida hatto tushunimi, ya'ni qarindoshlari bilanmi jam qilgan, ya'ni Xudo ularni jam qilgan, uchrashtirgan bir mazmun dal 42-bob mazmun edi. Shuni o'xshash, ya'ni tushumi, toki ya'ni aqllarimi uning oldiga kelib ta'zim qilgan o'xshash shu tushumi dal ko'z oldida bo'lsa, amaliyotga aylangandagi bir mazmun dal 42-bob mazmun edi. Lekin Yusuf bo'lsa bu yerda garchi aqllari oldiga kelib qilgan bilan Yusuf bu yerda ularni
tanımaslıqqa salib, maqsadli halda ularni jasus deyish orqali ularni sinash uchun, ya'ni biz oldin qatimda sinash Yusufning maqsadi ularni sinash, ularning qalbini qanday ularning kechirmishlari, ularning anglash orqali ularning qalbini qanday tavba qilish, qalbida bir o'zgarish, shunday narsalar bormi degan narsalarni bilish uchun, shu sinash uchun ularni jasus degan qalpoqni kiygizib, ularni bir qiynagan, ya'ni bir taqdan bir so'z topamidim. Shu qiynaganlik jarayonini dal 42 bob mazmundan boshlagan edi. Shundaqla bu jarayonlar Yusufning so'zlari, Yusufning ya'ni aqllari bilan bo'lgan dialoglari orqali biz aqlning inkosini, ya'ni tamtirgan, uduqqan, qo'rqqan, ya'ni Xudoning bizga bu qilgan nimasidu, biz shu inimizning qisasi qoldik degan o'xshash bir dialoglar, ya'ni ularning inkosini biz ko'rib o'tgan edik. Shundaqla bu shundaq, ya'ni ularning orasidagi bu dialogning davomlashishi toki bugungi mazmunlardami davomlashadi. Bu dialoglar orqali bizni markazlashtirib, biraz diqqatimizni qo'zg'ab ko'rish tegishli masalalar bor. Ya'ni oldin qatim biz bir qancha masalalarni o'tirib qo'yib turib qolganga o'xshash, o'shana bir savollarni so'rab turib ko'rib o'tishimizga ham to'g'ri keladi. Ya'ni Yusuf qarsoq akalariga, ya'ni mushundaq bir qancha savol, qiyin ishlarni, qiyin masalalarni, qiyin topshiriqlarni, ya'ni ininglarni akamigacha masalan jasus ekanliginglarni, ya'ni jasus samimiy odam ekanliginglarni ishamayman degan o'xshash, ininglarni bu yerga akalmagicha qo'yib o'tmayman degan o'xshash dialoglarni ham ko'rib o'tgan edik. Ham bugungi mazmunda bo'lsa, ya'ni inisini olgandan keyinmi yana o'xshashlam Yusufning bu nimasi siniqi davomlashib, ular qaytgan vaqtida tag'araga Yusuf o'zining jamini tiqib qo'yib, o'g'riga silib, shunaqangi bir qancha endi sinigan bir mazmunlar bor. Ba'zanlar mushu yana bizga o'xshash 42 bobdan 45 bobgacha mazmunni Yusufning qarindoshlarini kechirimi, nihoyat bir cho'ng bir kechirim, cho'ng bir rahim shafqat degandek mazmunlar bilan yig'inchoqlaydiganlar bor. Balkim sizlarmi bu mazmunga oid ta'limlar anglagan vaqtinglarda jiq anglagan bo'lishinglar mumkin. Biz undaqlam bir yig'inchoqlab ko'ratmay, biz tafsiliy ko'rgan vaqtimizda, qaragan vaqtimizda, biz ham hayotimizda o'xshab qolgan masalalarni uchirgan vaqtimizda bizning bularga qanday muomala qilib va yoki Xudoning bizdan faqat nimani kutadiganligini biz ham ko'ra olamiz. Inchiklik bilan sapsalib ko'rgan vaqtimizda oldin qatim mazmunda sinishi ularning qalbini tekshirib, ularning qalbida tavba qilish yoki qalbida o'zgarish bormi deganni sinash uchun Yusuf sindi deb boshlagan edik. Bugungi mazmunlarni ko'rish orqali biz oxirida, ya'ni shu jarayonni ko'rib, oxirida men ozroq oldin qatimga so'zlab o'tgan dars bilan birlashtirib, xulosalab o'taman. Oldi bilan biz bugungi mazmundagi muhim nuqtalarni va shu nuqtalar orqali ko'rib o'tadigan ishlarni biz avval bir ko'rib o'taylik. Ya'ni oldin qatimda men degan qarindoshlarimni qo'rqqan va ulardagi dialoglarni ko'rgan degan edik. Biz qarindoshlardanmi biraz sapsilib o'tadigan kishilar bor. Masalan, bugungi mazmunda Yahuda asosan chiqadi, Yahudaning so'zlari chiqadi. Oldin qatimda Ruben chiqqan va bugungi mazmunda Yaqubning va yana bir Yaqubning bir e'tiqodi orqali biz ham o'rgana oladigan masalalar bor. Masalan, Yusuf dedi, "Eninglarni bu yerga akamigacha" deb turib, ya'ni Shimonni olib qolgan emas, yana da Shimonni qilib qolganlarni qaytirib etib, "Ashliqlaringlarni uyinglarga olpiringlar" deb qaytirgan emas. Shuninglar uyga berib, otasiga deydi. Bu ahvolni deydi. Shundaqla Benyaminni opamig'ichalik bormaydiganligini degan vaqtida Ruben otasiga deydi, "Agar men Benyaminni qaytirib kelmasam, ikki o'g'limni o'ldirib etding. Kichik inimizni menga omonat qilib, men cho'qim qaytirib kelman" degan vaqtida Yaqub unmagan emasmi? Chunki Rubenning otasi qo'ygan bu taklifi, ya'ni Ruben, "Agar men Benyaminni akamasam, ikki o'g'limni o'ldirib etding" deb. Yaqub bo'lsa, bolalaridan ayrilib kelishidan, oilasining beshiga, ya'ni o'zining beshiga birish kelishidan ansirab bu balasının Benyamin'imi beşiği bir bala qazanan kelişini aldınqı beşidlam degan Benyamin'nin beşiği bala qaza, yani yamanlık uçarab qalışını qorqatdı deb 42 bab 4-cü ayet degan emasmi? Şoňa bu balalarının beşiği bir bala qaza yamanlıqның kelişini, ailesiga bir şuna işlen kelişidən ansirab turgan Yaqubqa bu Ruben taq nim deydi dese, "İki oğlumni öldürüp et agar qaytırıp ekämsem" de. Bu bir ailesini teximi vayron qilgan emasmi? Yani ailesini, yana bir nim deymiz, bu yamanlık
hech bir biz xohlaydigan bir ish emas. Hammamiz bo'lsa oilamizning yaxshi, inoq, ittifoq, baxtlik holatda bo'lishini xohlaydigan tursak, bu Ruben shaqqatanlar meni ikki o'g'limni o'ltirib etding agar men o'ldim qilmasam akamisam deb qaramlarcha, qara quyuqlarcha degan so'zini anglagan edik. Lekin bugungi mazmunda bo'lsa, Yahudaning qanday bir holatda Yaqubga shunday bir inisiga nisbatan va'da berib, atasının ishonchini erishib, Benyaminni billa Misrga olib borgan mazmun chiqadi. Masalan, Yaqub deydi, sizlar yana biroz osh setib olib kelinglar degan vaqtida Yahuda keladi. Chunki tunji o'g'li Ruben atasiga qaramlarcha javob berganligi uchun atasi unga ishonch qilolmaydi-da, shuni unutmagan edi. Ikkinchi o'g'li Shimon bo'lsa, Misrda, ya'ni Yusufning yanida qamoqda so'laqda qoldi. Hamda uchinchisi Lavi haqida bir gap chiqmaydi, lekin bu yerda Yahuda kelib atasiga deydi. Az ekilinglar, biroz ochliq ekilinglar degan bo'lg'ashqa, Yahuda kelib kichik ininglarni akamiga yuzim qaramanglar, demi qarg'uchi bo'lmanglar degan. Shuni biz inimiz akam apamagacha baramaymiz deb turib degandan keyin Yahuda İsrailga, ya'ni Yaqubga Benyaminni menga topshiring. Kichik inimga men kepil. Javobgarlikni üstümge alay. Amaniysen öz qaytırıp sizge tapşırman. Eğer şuna bulmay qalsam bir ömür men ayıplik bulup gitay dep turup endi məsuliyyətçilik bir Yahudanın ailesiga, yani ailesiga bolan məsuliyyətçilik, egi chiqish tuyg'usi, ailesiga bo'lgan bir çoğun bir aileге nisbeten özünün bir məsuliyyəti bilen egi chiqish tuyg'usi, yani ailesiga egi chiqish. Biz aldın qatımlarda yalqı tuncu oğulluk miras huquqini so'zgan vaqtida o'g'illar bütün ailəsinin şan şərifi, bütün ailəsinin nimasiga egi chiqadi degan o'xshash. Yahuda bu yerda nihoyat mas'uliyatchanlik bilan ana shuna bütün bir ailasiga egi chiqish bir tuyg'usi bilan bütün ailasi qarindoshlarining otisidek shunaq bir mas'uliyat bilan Yaqubga shunaq Benyaminni menga topshiring, men cho'qim sizga qaytarib akilishga men va'da beray, yani bir kepil bo'lay degan va'da beray degan, ya'ni va'da qilman degan o'xshash. Men uni qo'lingizga amon eson qaytarib akilib, qo'lingizga topshirman. Bo'lmasa umr voyit men gunohkor bo'lay, bu yerda ayiblik bo'lay degan gap, ya'ni gunohkor bo'lay, ayiblik bo'lay deb bu ishni, ya'ni mushu ishni hal qilish uchun men o'zimning hayotimni atab turib, men o'zim bu ishni men o'zim hal qilay, ya'ni men mas'ul bo'lib, barliq xatoliklar bo'lsin yoki barliq masalalar bo'lsin, barliq chiqadigan shuna masalalarga men o'zim javobgar bo'lib, o'zimni atab turib, ya'ni Benyamin bir ishga uchrashidan o'zimni hayotimni atab turib, uni qo'g'dayman degan bir hisob tashlangan gapda, ya'ni men o'zimni hayotimni atab turib, Benyaminni men qo'g'dayman degan o'xshash bir ma'noda deganligi uchun bu yerda Yaqub bu Yahudaga ishonch bog'lab topshirgan mazmunim bor. Ham bu yerda Yahudaning so'ziga qarata albatta balasining shunday bir mas'uliyatchilik bilan qilgan so'zim bor. Yana bir buning Benyaminni bularga topshirishidagi yana bir alqiliq masala bor. O nima desa, 13-oyat qaraydigan bo'lsak, 43-bob 13-oyat qaraydigan bo'lsak, ininglarni u kishi yeniga tezin elib beringlar. Hammi qodir Xudo uning ko'ngliga insof berib, Benyamin bilan Shimonni sizlarga qo'shib qaytirg'ay. Navada taqdir ballarim mendan ayırıverse, amalim qancha deb hammi qodir Xudo ko'ngliga, ya'ni uning ko'ngliga, bu Yaqubning nazarida hammi qodir Xudo Misr vazirining ko'ngliga insof berib qala deb turib, bu yerda Yaqubning nihoyatda alqiliq holati bir so'z qilgan so'zi bor. Ya'ni bu yerda Yaqub Xudoning huquqiga, ya'ni Xudoning barliq ishlarini o'rinlashtirib, barliq ishlarini kontrol qilib, barliq ishlar Xudoning irodasidan. Xudo yo'l qo'ymasa, Xudo bu ishlarning yuz berishi yo'l qo'ymasa, har qanday ish qilma tavrimaydiganligi bo'lgan Xudoning huquqiga topshiradigan bir mazmunni ko'ramiz. Biz qaraydigan bo'lsak, Yaqub aslida o'zining ayrılg'isi kelmaydigan, o'zining yenidan ayrılg'isi kelmaydigan, o'zi ayrilib qolishni xohlamaydigan, o'zining hayotidanmi aziz ko'radigan o'g'illari bor edi. Yusufmi shunday emasmi? Endi Benyamin ham shunday. Lekin Yusuf bo'lsa, ashunday akalarni yo'qlab ketib qolib kamid emasmi? Mushuna ahvolda endi Yaqubning Yusufga nisbatan bo'lgan tuyg'usini degan gapini biz 44-bobda bor Yaqubning degan gapi, ya'ni 27-oyat, 44-bob 27-oyat qaraydigan Yaqubning ballarga degan gap bor emasmi? Sizlarga ma'lumki, ayolim Rahila menga faqat 2 o'g'il tug'ib berdi. Ularning biri mendan judo bo'ldi. U mendan ayrilgandan keyin uni qaytib ko'rmadim. U cho'qim yirtqich hayvonlarga yem bo'ldi dedi.
Endi bu oğlum meni elip ketsanglar, o mu yolda birer ko'ngilsiz yo'liqqa uchirib qolsa, qiyranimda asira chekib o'lib ketaman. Deb Yaqubning o'zining tuyg'usini ifodalab bergan mazmun bor. Shunga o'xshash endi Yaqubning hayotida o'zi eng muhim ko'radigan, o'zi ayrilg'isi kelmaydigan, o'zining hayoti uchun, o'zi uchun nihoyat muhim, aziz hisoblangan o'zining hayotida ularga bir ish bo'lib qolsa, o'zimi chiday olmaydigan, o'zimi yiqildigan, o'zimi taki hayotidan ayrilgan qadar o'zining hayotida bilan bog'lanishliq deb qarab o'ylagan, o'zining hayotini o'ng so'lga tavirtalaydigan, o'zining hayotiga nihoyat cho'ng ta'sir qilgan o'g'illari, ya'ni Benyamin bilan Yusuf ekanligini bu yerda deganligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shunga o'xshash endi bu yerda Yaqub Xudoning huquqiga ya'ni deydi bu yerda. Әмі қадыр Құда, оның көңілі инсап берер. Әгер тәғдір балаларым мәнден айырбасы, әмалым қанша әдәп біз баямды яңшыш Құданың huquqiga толық бойсынғанлық оқшаш, яғни Құдаға өзіні ve ailesini, yani özü amrak, dünyalıktaki en amrak boğan, en süydüğün, ayrılğız gelmeydiğin, özün ulanın beşi kelişen korkuduğun, şunak aziz, hem ahırda boğan şu ballarını hem ahırda Xudanın qoluğu tapşırıp, hayatındaki en azizligenlerini hem Xudanın hukukuga tapşırğandaki şuna bir altımız göre alalımız. Bunu qanak düşümüz desek biz İbrahim misalını mı biz körüp edelim? Mesela İbrahim'ni mi Xuda sınap deydi emas. Mesela amrak oğlunu, Yağuz oğlunu manga qurbanlık qıp atığın diye vaqtida şu İbrahim oğlunu Xudaga atığan mazmunu bar emasmı? Şunun o'xshash yani nim demoqchi desa, bizning hayotimizda bizga bog'lanib, bizga bevosita ta'sir qilgan, bizga eng yaqin, bizning uchun bu dunyolikdagi hayotimizdagi bevosita ta'sir qilgan shunday kishilarimiz ularga biri bo'lsa, bir ish bo'lsa, dunyo yiqildigan o'xshash shunday bir kishilarimiz bor emasmi? Xudoga bo'lgan e'tiqodimiz yo'lida, Xudoga o'zimizni atash yo'limizda biz hammani ota-onamiz, farzandlarimiz hammani Xudoga topshira oladigan, ya'ni Xudoga o'zimizni to'liq tispishtiradigan shunday bir holat uchun bizning hayotimizda, ya'ni Xudo uchun xizmat qilishimiz uchun yani Xudoni hayotimizdagi eng ustun o'ringa qo'yishimiz uchun shuningdek biz har qanday dunyoning har qanday bizni bog'layotgan, bizni tutayotgan har qanday narsadan erkin holatda Xudoning amrlariga to'liq bo'ysuna olamiz emas. Hem shundaqla biz butunlay o'zimizni dunyodagi bog'layotgan mayli shunaqa eng qadrli hisoblagan kishilarimiz bo'lsin, ularni ham biz Xudoga topshirgan vaqtimizda biz Xudoning huquqini to'liq biz ko'rib yetalaymiz, tushunib yetalaymiz, e'tirof qilgan bo'lamiz. Masalan, İbrahim o'g'lini Xudoga atgan vaqtida uning hayotga taqanmi, ya'ni uni qayta tirildirganmi? Biz o'qsak Rimliklar izlan qaytdimi, ya'ni Pavlus deydi, İbrahimga nisbatan Xudo uning o'g'lini qayta tirildirib berdi degan o'xshash. Ya'ni bu deganlik Xudo yaratquchimi, jon ato qilguchimi, jonni olguchimi? Ya'ni barliq hayotlikning manbasi, barliq dunyolikning manbasi, dunyolikdagi barliq nimalarning manbasi, boshlang'ichi Xudo ekanligini, Xudoning huquqini, Xudoning birdan-bir podshoh ekanligini e'tirof qilganlik, ya'ni shuni tushunib yetganligimiz hisoblandi. Shunga o'xshash Yaqubmi bugungi mazmunda bo'lsa, ana shundaq Ami qodir Xudo deb turib, ya'ni bumi shuni e'tirof qiladi, ya'ni hayotlikni berguchi, uni olib ketguchimi, ya'ni Xudo xolisa hayot qoladi, Xudo olib ketishni xolisa, ya'ni bizning jon, bizning nafsimiz, bizning burnimizning nafasini poylab kirgizguchi Xudo bo'lganga o'xshash, bizning nafsimiz Xudoning qo'lida, bizning jonimiz Xudoning qo'lida degani e'tirof qilganlik emasmi? Shunga o'xshash Xudoning qo'liga, Xudoning huquqiga, o'zi amroq, o'zi eng suydigan, hatto shu bolalarni Xudoning qo'liga topshirib turib, Xudoning ana shunday huquqini to'liq e'tirof qilib, o'zi uchun to'liq holatda Xudoni eng ustun qo'ygan, Xudoning huquqini to'liq e'tirof qilgan, o'zining barliq amroq kishilarini Xudoga topshirgan bir holatni uchratamiz. Buni masalanga bizning uchunmi, biz chat yashayotganlar uchunmi, bizning balkim ota-onalarimiz, qarindoshlarimiz, chunki ular bizning bilan jon jigarlarimiz, ular bizdan ayirib o'tolmaydigan, biz har qanday qilsakmi bizning dilimizda, bizning qon hujaylarimizda bog'lanishligimiz bo'lgan kishilar ular.
Shunday kishilarga bizmi eng ansiraydiganimiz ularning sog' salomatligi, ularning tinch amonligi, ularning bexatarligi degan kishilar emasmi? Bizmi balkim ular bilan bevos munosabatlik bir ishlar bo'lib qolsa, bu bizga nihoyat cho'ng ta'sir qiladi. Ro'yi jihatim bo'lsin, hayotimizga hatto cho'ng o'zgarishlarni keltirish mumkin, bevos ta'sir qiladi. Shuning o'xshash bizning bu dunyoligimiz bizning oilamiz bo'lishi mumkin. Oilasi bola, farzandlari bolaga nisbatan farzandlari o'zining oilasi, ham ota-onalari degan o'xshash. Shuning o'xshash ularga bir ish yuz bergan vaqtida, ularga bir ish bo'lib qolsa, biz haqiqatan hayotimizda cho'ng o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Hayotga bo'lgan qimmat qarashlarimizda, hayotga bo'lgan dunyo qarashlarimizda yoki yashash usullarimizda, yashash yo'llarimizda cho'ng o'zgarishlar paydo qiladi. Masalan, biz oldingi shu Turkiyada yuz bergan yarash ahvolini qaraydigan bo'lsak, ularmi bir oila kishilari o'ylab baxmaganda, oqshimiz hammasi xo'shal holatda yetib uxlagan, tong sahar 4larda bo'lsa, yer davrab, ko'zini shu yer davrash bilan birga o'zlarini nada ko'rgan degandek shu o'ylarning asllari ko'rgan. Qaraydigan bo'lsak, shu vaqtlarda marxlar yangi manzillarni arxivlar yangi ahvollarni biz ko'rdik, ko'z oldimizda shu xabarlar orqali ko'rdik, sizlar ko'rgansizlar balkim. Shuning o'xshash ularning ya'ni tirik qolganlarning nimalarni anglasaqmi, ularmi dunyo o'rildi, dunyo yiqildi, men qanday yashayman degan o'xshash ularni shok holatda o'zlarining hayotiga nihoyat cho'ng ta'sirlarni bu balkim ularning keyingi hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Qiladi aniqlam. Chunki bolalardan ayrildi, ota-onalardan ayrildi, hatto o'z yolg'iz qolganlarmi bor degan o'xshash. Bu odamning hayotiga ta'sir qiladi. Chunki nima demoqchi desa, mushundaq bizga eng cho'ng ta'sir qilgan bir qursoq jonjigar bizning qonlarimiz, bizning jinimiz bo'lgan oilalarimiz, oila qarindoshlarimiz, farzandlarimiz bizning hayotimizga cho'ng ta'sir qiladi. Endi Xudoning huquqiga to'liq topshirish degan vaqtimizda farzandlar olsun, ota-onamiz olsun, bu ota-onamizmi Xudoning oldida, Xudoning bandisi bo'lib, Xudo uningga nafas qilgan haqiqiy ota-onamizning egisimi Xudo. Farzandlarimiz ham Xudo faqat bizga omonat qilgan Xudoning farzandlari. Ya'ni Xudo bizga sovg'a qilib, bizning vaqtincha shu farzandlarimizning oldin xabar olib, ularga tarbiya qilib, ularni qatoriga qo'shishni bizga omonat qilgan. Biz faqat Xudoning vakili sifatida farzandlarimizning oldin xabar olib, qo'g'dab, ularni qatoriga qo'shishni vazifasini ustimizga olgan. Lekin farzandlarimizning haqiqiy egisi Xudo. Xudo nafas ato qildi, Xudo barliq keltirdi va Xudo boshidan oxir ularning hayotiga mas'ul ekanligini e'tirof qilish demak, bu Xudoning huquqini to'liq e'tirof qilish deganlik bo'ladi. Masalan, Ibrohimmi Islohni Xudoga otdi, qurbonlik qildi degan vaqtida biz Ibrohimning e'tiqodini nihoyat kulminasiya qismi deb o'tgan. Shu vaqtda insonlarda bor bo'lsa, nimishki shunday degan vaqtimizda dal Ibrohimmi Xudo o'zi Islohni mushu qiyirgan vaqtimda menga va'da bergan berma deb. Asli farzand yuzimi ko'rmagan edi emasmi 100 yoshga qadar. Xudo o'zi va'da berib berman dedi. Xudo berman desa bera oladi emasmi? Hatto o'zi bergan, ham shunala bu balani menga Xudo o'zi paydo qilib, o'zi bar qilib bergan. Endi bu bala ham mening emas, mening menga mas'ul bala emas, balki Xudo o'zi ato qilgan, Xudo o'zi bergan va Xudo o'zi ega bo'lgan haqiqiy egisi, bu balaning haqiqiy egisi Xudo bo'lg'achqa, Xudo o'zi muvaffaq ko'rgan bo'lsa, Xudo haqiqatan bu ishlarga, ya'ni bu balani qanday qilishga o'zi loyiqdir, o'zi egisidir deb turib, haqiqiy Xudoga atagan o'xshash mazmunda, ya'ni Xudoning huquqiga to'liq bo'ysunganligiga o'xshash, Xudoning huquqini to'liq tushunib yetgan o'xshash shunday bir e'tiqod edi. Shunga o'xshash Yaqubmi biz o'ylasanglar balkim biz hozirchalikda Yaqubning hayotini xohlaslamadik. Shunga o'xshash Yaqubmi oxiri o'zi bilan bevosita bog'langan, o'zi qo'lida tutqisi kelgan, o'zining amroq o'zi bilan bevosita bog'lanishi bo'lgan bu farzandlarni, burun bo'lsa Yusufni, endi bo'lsa Benyaminni Xudoning huquqini e'tirof qilib turib, Xudoga topshirganlik bir mazmunni ko'rganimiz bugungi mazmun. O'ylab baksanglar, Hazrat Aysomi, ya'ni Rabbimiz Aysomi shuna deydi, ya'ni ota-onasini mendan aziz ko'rganlar mening shogirdim bo'lishga loyiq ko'rmaydi, loyiq emas deydi. Ya'ni bu nima desa, shu deganga o'xshash Xudoga topshirishni, Xudoning haqiqiy meningmi, sizningmi, farzandlaringizning
hammamizning egasining Xudo ekanligini shunga hammamizning hayotimizni, jinimizni, ota-onamiz bo'lsin, qarindoshlarimiz bo'lsin, hammamizning hayotini Xudoga omonat qilib, Xudoga topshirib turib, Xudoning ularga ega bo'la oladigan, ularni faqat saqlag'uchi, ularni haqiqiy qo'g'dug'ichining haqiqiy Xudo ekanligini biz e'tirof qilib, Xudo oldida turgan vaqtimizda bizning hayotimizda qanday ahvollar, qanday xalqi eng nachari deymiz yoki eng xatarlik bo'lsin yoki eng azobli kunlarimiz bo'lsin, shuni eng qiyin bo'lgan tanlashlarda duch kelgan vaqtlarimiz bo'lsin, qanday holatda bo'lsin biz Xudoni ustidan o'rin qo'yib turib, Xudoning irodasi yo'lida tavranmay mang'alaymiz. Asli bizning kunlik turmushimiz biz doim ishlatadigan so'zlarimiz bor. Paranglashib, xo'shlashib, do'stlarimiz bilan bir sir paranglashgan vaqtimizda eg'iz tilimizga oid umumlashgan bir so'zimiz bor. Allohga omonat, Xudoga omonat deb biz tugatadigan. Shuning o'xshash, agar biz buni haqiqiy tushunib turib, ota-onamizni Xudoga omonat qilib, o'zimizning qimmatli kishilarimizni, qimmatli nimalarimizni, azizlarimizni ana shu qodir Xudoga omonat qila olgan vaqtimizda biz o'zimizmi qalbingiz Xudodan kelgan tinchlik ichida, o'zingizning hayotingizga har qanday ishlar ustida, har qanday bir og'ir ahvollar bo'lsin, qiyin ahvollar bo'lsin, har qanday bir tanlash ishlarda bo'lsin, biz Xudoga tayinishni, Xudoning yo'lida Xudo bilan birga mengishni, Xudoga omonat qilib, Xudoning yetakligida mengishni biz o'rgana olamiz. Shunga Yaqubning shu misol orqali biz shuni ham ko'rib o'talaymiz demakchi. Endi mazmun kelsak, davomida bo'lsa ular oxiri Benyaminni elib borgan vaqtida Yusuf bilan ko'rishib, Yusuf bo'zg'uchidarlariga ularning akalarining putlarini yuvishga, eshaklarga yem berishga, shunaq tushlik tomoqqa, shunaq taklif qilib, ularni ziyofatga chaqirib, qonliqlarni ham ko'ra olamiz. 44-bobda bo'lsa, ularni qaytishida Yusuf, ya'ni inisining Benyaminning xaltasiga, tag'iriga pul bilan kumush jamini, o'zining amroq kumush jamini qo'yib ularni yana biroz sinash, oldin qatim sinash uchun emas, shu sinoqning imtihonlarining davomlashganligini biz ko'rib olamiz. Shu vaqtda Yusufning bunday so'zi bor, ya'ni sizlarning nima qilganinglar, men o'xshash yuqori martabali kishining sizlarni yurishtirishinglar palach achalaydiganligini bilmaydinglarmi deb palachish degan gap, ya'ni Xo'jadarim deymiz 44-bob 5-oyat. Xo'jayinim bu jamda ham sharobchidu, ham palachidu, sizlar eg'ir gunoh o'tkazsanglar deb. Men palachidu degan so'z bir ilohiy bir ma'noni bildirar. Ya'ni oldin bilarman, bishorat qila oladigan, bishorat ko'ra oladi. Ya'ni nima qila olganinglarni ko'ra oladi degan o'xshash. Shuna bir ma'noni bildirar. Bu yerda Yusufning izchil markazlashtirg'ini endi Xudoning huquqi, Xudoning qudrati, adolati, huquqi degan narsalar, ya'ni Xudoga markazlashtirdi. Oldin qatimdim akalarga deb, men bo'lsam Xudo ixlosman odamman deb turib. Anoniki miyadimi, ya'ni uningda xo'jayinim bo'lsa, ham sharob ichgan bilan ham ya'ni Xudoga bog'lashtirib, ya'ni Yusufning Xudoga yaqinligini shundoq bog'lashtirib izchil shundoq so'zlaydi. Bu yerda Yusufning izchil bu yerda biz oldin qatim sinash degan vaqtimizda biz akalarniki qalbidagini, ularning tövbe qilgan qilmaligini, hayotida qanday bir o'zgarishlar borligini, hayotida qanday ishlar borligini sinash degan edik. Hem shunaqla Yusufning tushini esiga olib maqsadli holda ularni jasus deyishi va yoki ularni sinishi bu hargiz ularning akalari bilan bo'lgan akalarniki uning qilgan muomala sababidan azobi shunaq bir yoki shaxsiy hissiyot tufaylidan emasligini biz ham aytgan edik. Chunki biz uning o'g'liga qo'ygan ismlar orqali Yusufning o'zining barliq azoblari bo'lsin, ailesidagi, ya'ni otasining ailesidagi akalardan olgan barliq azoblari, ularning qilgan muomalalar orqali qalbining qanchalik yerim deymiz, qalbiga ta'sir qilganliklari bo'lsin, azob oqibatlari va yoki akalarning shu ish tufaylidan uydan ayrilib, otasining bag'ridan ayrilib, shuna bir azob oqibati kunlarni, yerim yalang'ochlik, chunki qul vaqtida degan qullarni yalang'och yapmagan deb, shu yerim yalang'och tamom bermay urib yurib yapmagan emasmi, shuna bir ig'ir kunlarni, hatto Potifarning uyidami endi ishi
yaşagan vaqtida yani Potifarning ayoli sababidan nohaq holatda zindan hayotini yaşaganliklari ana shunday bir hayotini bir ko'rib o'tsak, undaq ishlar yani o'sha azob oqibatlar tufaylidan qilgan muomala emasligini, balki shu azob oqibatlarni Xudoning iltifoti, Xudoning qilayotgan ishlari, Xudoning irodasi bilan, Xudoning yar bo'lishi bilan bu azob oqibatlar unutuldirilib, Xudoning irodasi, uning ustida bergan shu irodasi, ulug'vor ishlarining borlig'ini yusib tunib yetish orqali Xudoning irodasi bilan o'zi xushalliq to'lib, Xudoning irodasi bilan, Xudodan kelgan xushalliq bilan, Xudodan kelgan tasalli bilan, Xudodan kelgan shunday bir yetaklashlar bilan, Xudoning amrligi bilan o'zining hayotiga, Xudoning ko'zi, Xudoning irodasi bilan qaraydigan bo'lib, akalarga unaqa bir shaxsiy holatga qarash bilan emas, balki Xudoning ko'zi, Xudoning qalbi bilan, Xudodan kelgan mehr shafqatga to'lgan qalb bilan shunaqa qarindoshlariga Xudoning qalbi bilan muomala qilganligini biz oldin qatim deb o'tgan edik. Shuningga bugungi mazmunlarda biz nimani qila olamiz deb ayamdedik. Yusuf izchil o'zining Xudoga yaqinligini, Xudoga markazlashtirib, ularga Xudoga o'zining yaqinligini eskartib yurib, ularga degan so'zlari. Bu yerda nima uchun bunday qildi degan vaqtimizda, bu yerda bir haq ayni vaqtda yaşangan, ayni vaqtda Yusuf bo'lsin, akılları bo'lsin, ular orasida yaşangan ishning aynan alda, ya'ni haq holatda haqiqat bo'yicha o'tirg'i chiqishini hem shu vaqtda, ya'ni Yusuf bilan uning akılları orasida yuz bergan shu ishlar orasida ayni vaqtlarda Yusufga akıllarının qilgan ishlarini, akıllarının uning qilgan suiqasdlarini, o'ltirib o'tmoqchi bo'lganliklarini, qulluq setayotgan vaqtlardagi shu ishlari ayni vaqtda shu kichik Yusufga bir qadar ig'ir kelgan bo'lishi mumkin, tushunamagan bo'lishi mumkin. Shunga bizim balkim shu burun yuz bergan ishlar bo'lsa, shu ishlarda shu biz eng yaqin ko'rgan kishilarimizning, eng biz mehr bergan, eng ishonch bog'lagan shu kishilarimizning bizga qilgan shu muomalasidan biz tushunmagan vaqtimizda balkim hozir qayta ko'rishish fursatlari bo'lsa, biz balkim shu vaqtda u kishining bizga mushundaq qilish, mushundaq muomala qilishi, mushundaq ishni bizning yuzimizga, bizning ustimizga qilishidagi sababini, muddasini so'rab boqqimiz keladigan bo'lishi mumkin. Shuning o'xshash yani Yusufmu akıllarının shu qilgan ishini, ya'ni shu vaqtda Yusufga qilgan shu ishi, shu suiqasdini nisbatan akıllarının qandaq bir qalbida qandaq bir nimalar borlig'ini hozir bo'lsa shu ishlarga qaytadan hozirgi nimasida shu vaqtki ishlar qaragan vaqtida shu kechmishga bo'lgan echinishi, o'kinishi, tövbesi, Yusufga bo'lgan mehrining bor yo'qligini deganek narsalarni bilib boqisi keldi degan o'xshash. Shunga Yusufning bu yerda shu izchil men yani o'ziniki Xudo bilan birlashganligini izchil ta'kidlash orqali men abiyamman dedim. Men bo'lsam Xudo ixlosman, odamman dedi. Yani xo'jador orqali bo'lsa, xo'jayinim bo'lsa, jam orqali ham sharabchidu, ham bisharat bilalaydi, oldin ko'ralaydi degan o'xshash. Yani Xudoga yaqinligini, ularning qalbida nimalar kezib yetayotganligini, qalbida nima saqlayotganligini, ularning qanday odamligini Xudoga yarib, o'zi Xudoga yarib bo'lishga bilalaydi, ko'ralaydi deganga o'xshash shunday narsalarga markazlashtirish orqali ularning shu ishlar orqali Xudoning oldida hem Xudoning oldida ham o'zining oldida o'tkazgan shu xatolari uchun qanday bir tövbesining bor yo'qligini, shularni, ya'ni shu bir haqiqatni, shu bir kechmishdagi shu bir reallikni o'tirg'i chiqarib shu masalani hal qilmoqchi, shu tugunni, bularning orasidagi shu tugunni hal qilishning bir muddasi borlig'ini biz bu yerda ko'rib o'talaymiz. Endi bu deganimiz bu o'tirib chiqarishi, bu maqsadi, bu sinishi, bu muddasi hargizmi ularni kechirmaganligi emas. Yoki ularni ayblab yozsalar, nima uchun menga shu vaqtda shuna suiqasd qildinglar, men nima uchun setib etib shuna ishlar qildinglar degandek ko'chalash, ayiblash shundaq bir maqsad emas. Balki bularning orasidagi qarindoshlar orasidagi qarindosh o'zaro bir oila kishilari, ota-ona bo'lgan bir oila kishilari ichidagi qarindoshlar orasidagi shu tugunni hal qilib, mehri
shu bir oila kishilar o'rtasidagi mehr muhabbat, ya'ni qarindoshlik mehr muhabbatni munosabatni asli keltirish ekanligini biz bu yerda tushuna olamiz. Shuningga o'xshash endi Yusufning bayon dedik buni, bu bir bo'lak mazmunni Yusufning aqlini kechirishi deb ta'lim berganlar dedik. Albatta u mazmun bor. Endi bu yerda Yusufga markazlashtirgandan ko'ra Yusuf qanday qilib aqlini kechiradi yoki shu ailesidagi otasining uyidagi dardlarni Xudo qanday qilib qanday yo'llar orqali Xudo qanday unutildi degan masalaning javobini biz mehr muhabbat deb ayta olamiz. Chunki panda nasihatlarga qarasak, mehr muhabbat gunohni yopar deydi. Shuning o'xshash Yusufmu garchi o'zining hayoti, ya'ni dunyolikdagi real hayoti bo'lsa, ochiq so'g'lar ichida shunday yolg'izlik, kichik holatda shunday nurg'un ishlarni beshidan kechirgan bo'lsa-mu, lekin shunday vaqtlarda Xudoning har vaqt hamrohligi, ya'ni shu qadar Xudoga tayinish orqali, shu qadar Xudo bilan birga minish, Xudo bilan birga bo'lish, Xudoning huzurida bo'lish orqali Yusufning Xudodan kelgan mehr muhabbati bilan, Xudoning yor bo'lishi bilan, Xudoning Yusufga yor va yo'lanchuk qo'g'dug'ichi, uningga ham ota, ham qarindoshlik mehr muhabbatni Xudodan to'liq va to'liq elib, Xudoning mehr muhabbati bilan to'lgan shu qalbi, Xudoning iltifoti bilan to'lgan shu qalbi bilan, shu ko'z bilan, ya'ni mehr muhabbatlik ko'z bilan bütün ishlarga Xudo orqali, Xudoning shu irodasi, Xudoning so'zlari, Xudoning qilgan Yusufga ato qilgan shu mehr muhabbati, mehr shafqati, shular orqali ishlarga, dunyoga, har qanday kishilarga qaralaydigan bo'lganligini biz ham bu yerda ko'rib o'tamiz. Yusufning bugungi mazmun orqali biz ham yangi haqdagi Hazrat Aysoning, ya'ni Ayso Masihning bizga degan so'zini esimizga kelishi mumkin. Masalan, Petrus deydi, qarindishim menga qancha qatim qilgan xatolarni men kechirishim kerak, 7 qatimmi desa, Hazrat Ayso Masih nima deydi? 77 qatim. Ya'ni bu degani 70 qatim, 77 qatim. 7 degan so'z u ibroniychada mukammal bo'lgan bir son, ya'ni mukammallab qaralgan son. Shuning o'xshash Hazrat Aysoning bizdan kutadiganini, qarindishimiz bizga qilgan xatolarni, bizga qilgan shunday savalliklarni har vaqt kechirishimizni, ularni to'g'ri tushunishimizni, ya'ni kechirishimizni bizga izchil deganligini biz ham yodimizga ola olamiz. Ana shundaq, ya'ni mehr muhabbat orqali biz Xudodan olgan mehr muhabbat, Xudo bizni kechirganga o'xshash, Xudo bizning gunohlarimizni, barliq nuqsonlarimizni, bizga gunohkor odamni kechirib, Hazrat Aysoning, ya'ni Ayso Masihning qini bilan bizni kechirib, hatto o'zining o'g'lini bizga evatib, bizning uchun qurbonlik qilish orqali bizni shu o'zining o'g'li badaliga o'zining huzuriga boshlab kirganga o'xshash. Bizning ana shundaq nuqsonlarimiz, gunohkorligimizga qaramay, bizni o'ziga tanlab, o'zining yoniga kirib, o'zining o'g'li orqali bizni yuyib, paklab, bizni shu gunohlarimizni o'g'li orqali kechirib o'tgan. Ya'ni shu bizni qutqizish, bizning shu gunohlarimizni, savalliklarimizni, bizning hatto o'lim ichidagi, la'nat ichidagi shu holatimizni bizni shu holatimizdan bizni qutqizib, bizni kechirib, bizning gunohlarimizni yuyib, kechirib, o'zining oldiga, qo'yniga, bag'riga bosganga o'xshash shu Kristda, Ayso Masihning Kristdagi o'lim orqali Xudoning ko'rsatgan shu mehr muhabbati bilan adolati orqali bizni o'ziga mansub qilib, o'ziga tanlaganga o'xshash, bizni ham o'ziga o'xshash, o'zining tabiati, Xudo o'zining tabiatiga, Xudo o'zining obraziga o'xshash, shundaq mehr muhabbat bilan, Xudoning shu adolati, mehr muhabbati haqiqati bilan yashashimizga chaqirganga o'xshash, bizni shundaq bizning Xudoning bizga ko'rsatgan mehr muhabbatiga o'xshash qarindishimizga, boshqalarga ham shundaq mehr muhabbat ko'rsatishimizni bizga deyish orqali shu vaqtda men Petrosning shu degan gapiga 7 qatim, 77 qatim degani bo'lsa, shundaq mehr muhabbat bilan bizning qarindoshlarni, Xudo bizni kechirganga o'xshash boshqa qarindoshlarimizni ham kechira oladigan shunday bir qalbning bo'lishini bizning kutganligini biz ham ko'ra olamiz. Ham bu nima deydi desak, Ayso Masihmi deydi, boshqalar so'raydi emasmi? So'ragan vaqtida Ayso Masih deydi: "Butkul yozmalar, ya'ni Xudoning butkul amr farmonlarini
Yani bizge bergen fermani emirlerini biz Xudani söy, yaratqıçın boğan Xudani söy, andan qalsa xoşnağını, özağını söygəndə söy deyen əmri mərkəzləşdirələyimiz, yığıncaqlaləyimiz deb İsa Məsih'nin deyen sözü var. Hem şundaqla İsa Məsih axırda nimdeydi, mən sizlərə bugün bir yeni əmrini taplayman. Yeni bir əmrini bermən deb Yohanna bayan qılğan biz 13-cü bab 34-cü ayət qaraydan bolsaq, hazır sizlərə yeni bir əmrini bermən, bir-birinizə mehr muhabbət göstəringlər. Sizlərni söygünümdək sizlərin bir-birinizlə söyünglər, bir-birinizlə mehr muhabbətіңlər bolsa, həməylə sizlərning mening şagirdlərim ekanliginglarni tanıyıb deb şu mehr muhabbətni bütün əmrlərning mərkəzi Bütün əmrlərinin əmmisinin mərkəzi mehr muhabbət. Xudanın mehr muhabbetiga, həm şundaqla Xudanın xalqının mehr muhabbetiga, şu mehr muhabbətə mərkəzləşdirdi. Şunun oxşar şundaq bizdə mehr muhabbət bolğanda vaxtida, yəni mehr muhabbətimiz bolğan vaxtida, şu Xudanın bizə göstərgan mehr muhabbeti bilan ağan biz Xudadan ağan mehr muhabbetimiz, Xudanın bizə vergan taqa mehr muhabbeti bilan biz başqalarga, şunaqla başqa insanların acizliklərini doğru düşünələydigan, şundaq qəlb bilan, Xudanın gözü bilan başqa qaralaydigan bulumuz. Bugünkü məzmunni şunaq Yusufның bu vaqasını əməli bolğan bir mening beşimni ötgan misal arqılı xulosala, yəni axırlaşdırsam deb o'ylaqalım. Çünki bizning hayotımızda bunu bayam degan o'xshash buni anglab qo'yiblam yoki buni bundaq Yusufning nimasi orqali anglagan bilan bizning hayotımızda, hozirgi bugungi davrda yashayotgan bizning hayotımızda ham biz shundaq o'zimizning hayotimizga mush o'rgangan mazmunlarimizni qanday tadbiqlab, qanday mushlarni yashab chiqara olishimizga ham bizning ham shunaqlar vaqt Xudoning ko'zi bilan qanday qaraydiganlik, qanday qarashimizning lozimligini ham biz konkret araqdaqimi qalbimizga balkim bukilishi mumkin deb o'yladim. Ayni vaqtda men vatanda, ya'ni biz vatanda e'tiqod qilgan bo'lg'ashqa, vatandagi vaqtimizda men bir chet elliklarning yig'ilishiga borgan vaqtda vatanda 3-4 to'plik boradi. Uning ichidan bir Uyg'urlarning to'pi, ham boshqa bir to'p, ham bizning to'p degan o'sha boradi. Bizning oramizdami, bizning jamoatdami 9-10 10 nechadak odam bordi-da. Şu vaqtdan men ishongan aman ishinib shu kunlar men uydagilar, ya'ni o'zimning adamga shu xushxabar taqdib, maktabdagilarga taqdib, ashuna qilib men butun uydagilar, maktabdagi savodoshlarim orasida bo'lsin, hammasi deymiz. Hammasının qarşılığı uçurab şu vaqtda, manga nisbatan şu vaqtda şu jamoatdagi qarindoshlar manga nisbatan bu dunyolikdagi shunday bir ailemga o'xshash, ailem kabi ko'radigan shunday bir qarindoshlarim deb o'ylaydigan shunday qarindoshlar bordi. Ham shundaylar şu jamoatdagi endi missioner deymizmi, şu vaqtda borgan missioner chet ellik bo'lsa, uni endi Xudoning so'zini bizga yetkazgan odam bo'lg'ashqa, Xudoga vakolatan Xudoning so'zini yetkazgan bo'lg'ashqa, shu qadar ustimizda Xudo bo'lsa, hozirgi oldimda Xudoning o'rnida Xudoga vakolatan menga yetkazayotgan, menga tarbiya berayotgan shu Xudoning so'zini yetkazuvchi shu kishi deb shu qadar hurmat deydigan bir jamoat edi. Hem bizning aramizda ham oliy maktab shu vaqt oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlar bo'lgan, oliy maktab o'quvchilardan 3-4imiz bor edik. Ayni vaqtdagi vatanning sharoiti, ham bizning nimalarga nisbatan aytgan vaqtimizda biz maktab bitirsak-ham aman uydagilar, ota-onalarimiz bizni xizmat, ya'ni imtihon berishga bo'lsin, ishni qildi emasmi? Ham bizmi shundaq vaqt hammamiz Urumchida bo'lgandikin, ham turmushimizni qamlashimiz kerak, ham o'zaro yig'ilishib, biz o'sha vaqtda rostdan barini hammamiz tang bo'lishib, shu qadar mehr muhabbatlik bir oila kishilarga o'xshash shu qadar shunaq bir yashagan bir jamoat edik dastlabda. Shundaq vaqtlarda endi menmu dastlabda Xudoga niqqan vaqtimda agar Xudo meni mushunda xalqi bir qancha masalalar, turmushdagi nurg'un ishlar, chunki uydagilarning shu qadar qarshiliklarga, shu qadar cho'ng qarshiliklarga, shu qadar cho'ng nimalarga uchirganman-chu, yotoqdoshlarim maktabda aytdim, yotoqdoshlarimmi har mavsumda bir yotoq almashib degandek ularga biz vatandagi vaqtimizda men bu muqaddas kitob, ya'ni yangi muqaddas kitobning qilayotgan vaqtlarim ularga ko'rib
sen bizning bilib turma, bizni napah qilsan, biz o'qima, andamda ish qilib gap topadi-ku, ishdan gap deb degan. Shuni haqorat qilganda, shuni haqoratlar uchirgan. Hatto biz shu vaqtlar muqaddas kitobni biz ko'tarib yurib o'qiydigan shuna sharoitlar yo'q. Shu vaqtlar men atdiyan turib shu obuniga kirib muqaddas kitob o'qigan vaqtlarim esimda. Yani nima demoqchi desa, ashnaq endi har tarafdan qarshilik uchrab, har tarafdan vaqtlarda ham maktab bitagan aman biz xizmat tepib turmushlarimiz qanday bunaqa qilgan ishlar, masalalar bor emas, ma'lum nurg'un turmush masalalari, real masalalar bor. Shuna boshqa shuna vaqtda duo qilgan vaqtida Xudoning menga ko'rsatgan irodasi bo'yicha aytgan vaqtimda endi men Xudoga va'da bergan, agar ashnaq nurg'un jarayonlar, nurg'un qiyinchiliklar arsida men Xudoga va'da bergan. Xudo men agar mushnaq uni bo'lamiz, men Xudo sizning uchun men mayli nima xizmat qilsam, men uy berib unaqa qilmay, bunda xizmat yapman demayman. Xudo meni qanday ishga borsa, Xudo meni yetaklasa, mayli men o'birni tozaydigan odam bo'lsam, men rozi. Xudo bilan birga bo'lgan, Xudoning irodasiga itoat qilgan, Xudo bilan birga qilgan ish bo'lsa, men qanday ish bo'lsa mayli qilman deb va'da bergan. Shu vaqtlarda bo'lib pishirgan bir başqa bir missionerning ashuna tunishi orqali shuna bir ish paydo bo'ldi. Shu vaqtda duo qilgan vaqtimda men Xudo menga degan muqaddas kitobni so'z orqali qilganim bor, hayotlik tarixi berganim bor, zabur o'qisanglar. Shuningga o'xshash bir cho'ng bir mevalik daraxtga o'xshash. Cho'ng bir mevalik daraxt buning qilgan vaqtida uning mevasi ham shirin, har vaqt mevalab turgan. Ham shunaqla uning ostida g'arg'allar, shunaqla ussuzlar, oshqag'allar, g'arg'allar, nurg'un qiyinchilik borlar shu daraxtning ostida arom olgan, shuningdan yeb to'yindigan, bahramon bo'lgan, xo'shal bo'lgan shunaq bir daraxt. Endi shu vaqt o'qigan vaqtimda shunaqa bir nima bo'lgan. Shundaq bizga bir hozir bizning jamoatga nisbatan ham mallam emas, maktab bitirgan nurg'un endi 4-5imiz bor dedim, 3-4 ozgandimi. Shular boshqa ularmi menga o'xshash shunday masalaga duchor bo'ladi. Shundan biz agar bir ish qilsak, ya'ni mushu yerda bir ish qilsak, biz ham xizmat qilamiz, ham turmushimiz qamday olamiz, ham bizning birga yig'ilib ibodat qilishimiz biroz erkinlashadi. Hem şunalar yeni başka bir çoğun aileler, balları bala, qarindoshlarimiz bor. Ularga hem asıl yardım beralamiz hep şunday nimada şuna ilham berişi bilan bu bo'lib pishirishni o'rganishga men borgan. Berib niqotimizda barabamay 6 ay yaqin aqalda 6 ay yaqin vaqtda men bo'lsam u yerda ertasi etgan sahar soat 4 turib, kechlik soat 10 ishdan tushimiz. Bo'lgan ekan bir kun kechkichalik ig'rinik ishlarimizni qilib tayyorlik hamma qilish uchun ishdan tushish uchun 10 kech soat 10 oldu. Uy berib biz yetib qilganlik 11-12 kun kutdi. 3-4 soat uxlab, ya'ni demakchi har kun dam olishimiz faqat yakshanba kuni bir kun dam olishimiz bor. Ashuna qilib shunday bir aldirash bir turmush raytim jaboliq nimalar ishlash jarayonlarida ham men shu umid orzu bilan shu qarindoshlarimiz ham biz birlikda shunday Xudoning nimasi ichida tarqil ketmay ham har qanday nimalar oldida biz birlikda birga tura olamiz deb o'ylab shu bir iroda ichida shu bir xo'shallik ichida shunday 6 oyni o'tkazgan vaqtda shu vaqtlarda ham bu o'sha missionerlarning o'zining ichida o'zaro azorlashib qolgan masalasi tufaylidan shu vaqtda men bilan yana boshqa bir Uyg'ur balim bor edi. Boshqa bir to'pluq, boshqa bir Uyg'urlarning to'pligi jamoatlar ichidan bir Uyg'ur bala bizning jamoatdan men borgan edik. Shunday qilib u boshqa shu cho'ng ya'ni başlık yani pişiriq nimasining başlığı bilan o'sha missionerlar orasidagi talash tartishni bir azorlashishlar sababidan bizni ham o'rgatmaymiz deb ketkizatdi. U Uyg'ur balani bo'lsa alburun ketkizatgan bir 2 oymi bo'lib bo'lmay ketkizatgan. Men aqlli bo'lib 6 oy yaqin turganda berib qilgandan keyin mening shu qadar kuchli orzuyim bor, ya'ni shu qadar ish qizg'inligim bilan men qilgan. Lekin bizni qaytarayotgandan keyin Urumchi qaytib olgandan keyin tokkidan osmondan yey tushgan qoldim-da. Men shu qadar orzularni, hatto men pishiriq bo'lsin, to'rt pishiriq hammani qilib Mush bütün bizim vatanning hamma viloyatlarda bo'lsin, chunki amiyat qarindoshlar bor deb. Ashalay qadar cho'ng yiroqlar qadar orzulanib qolgan. Biz echib kengaytib, shu orqali xo'shar taqib, ham shu do'konlarimizning ichida biz yig'ilishib ibodat qila olamiz, ham bir yordam bera olamiz qiyinchilik bor deb. Shu qadar go'zal orzularni qilgan hamda-chu. Ashuna qilib Urumchi yetib olgandan keyin shu hamma orzularim, shu nimalarim ko'pikka aylandi deb o'ylab shu vaqtlarda duo qilish jarayonida
Bizning shu jamoatda, ya'ni chet elliklarning boshlagan jamoat emasmi? Burun shu chet ellik qizlar ashunaq pishiriq qilgan asboblar bor ekan, dohobki deymiz, kerakli asboblar, cho'ng asboblar. Ashunaq shu asboblar bor dedi, shundan mashq qilib deb 6 oy qilish jarayonlar barcha bolkalarni tayyorlash xizmatini, ularni shakl chiqarish hammasini men qilish bergan. U vaqtda biz faqat 3 odam ishlaydik. Birisi pishirishga, ya'ni duxovkaning oldida qancha qanday kuyib ketmasin pishirishga mas'ul. Men bo'lsam boshliqlar tushkichalik, boshliqlar ishga tushkichalik, barliq xamirlarni, barliq nimalarni xurishtirgan hammasini munchigaram qildiganlardan tortib hammasini tayyor qo'ysam, boshliqlar tushib bilan uning shaklini chiqaradi. Oqidan men ko'p taratdim, yana birisi bo'lsa pishiradi. Shunaqa bir hamda uchimiz ishlab chiqardik. Shu qadar jiqdimini-chu. Shunday ishlash jarayonida 6 oy izchil bir ishni qilgandan keyin hamda ko'zlarimiz chiniq nima pishirib ketdi, yodlab ketimiz emas, mana shunaqa qilib men qilmagan bilan tayyorlik shakllarini ko'rgan. Bo'lgan boshqa shunaqa qilib o'rimchi ketgandan keyin shu chet elliklar burun ishlatgan shu narsalar bilan biz qayta qilib sinab boqadigan bo'lib, sinab shada bir oyga yaqin vaqtlarda sinab bir qanchalarni o'ngishli qilganmi bo'ldik. Bara shu ishlarimiz, ya'ni bo'lki chiqarish nimalarimiz o'ngishli bo'lgandan keyin biz bir do'kon ochmoqchi bo'ldik. Aşnağı keyin do'kon ochganmi bo'ldik, bir kichik bir do'kon ochdik, bo'lib pishiriq do'koni. Echib shu vaqtda ishlaydigan vaqtimizda 3 odamimiz ishladikda. Shu vaqtda bizning aramizda ziddiyat paydo qildi. Men bo'lib pishirishga mas'ul, yana bir qizvola bo'lsa, qizvolning nomida shu do'konni ochgan. Chet elliklar bo'lsa, u yerga nima mablag' solib degan o'xshash. Shu vaqtda men bo'lib pishirib, uni ham boshqa chet elliklarning marketlariga olib setishga ham shunday bir yo'llar ochildi-da. Uni tashish uchun yana bir to'shib olib ekilgan bir qarindishimiz botdi. Ashunday qilib bu qarindishimizga men bir boks ichiga sapadimda. O chunki issiq chiqqandan keyin boksning ichida opasak, uniki shakli o'zgarmay ya sunmay degandek to'g'ri shu bitan yaxshi boradi deb. Lekin u qiz bola bo'lsa, burun kiyim-kechak savdosi qilgan qiz bola edi. Shunday u qizlar lekin boksni chiroyli emas, yaxshi emas. Chiroyli ko'rmaydi ekan deb u mening oldimda qilmay, u bola sirtga chiqib ketgandan keyin chiqib uni sulyo xaltaga almashtirib, ya'ni boksini tashib etib, shu sulyo xaltaga olib ekanda, ashunaqanki u marketga berib qanotida ba'zilari bo'lsa, qilmoqchidigan ishlar va ba'zilar ushtilgan ahvollar bor emasmi? Shuna qilib u o'sha masala tufaylidan hamda bu bir qatimli masalamiz izchil yuz bergandan keyin biz u qiz bolalar aramizda talash tartish paydo qildi-da. Men deyman, biz bo'lsak bo'lgani u yerga shu bitan, ya'ni yaxshi olib berish mas'uliyatimiz bor. Sirtda bu ko'rkammiz, xalqlar uni chiroyli ko'ramdi, buning emas deb. Men boksda burunmi biz bo'lganda boksda to'shatdik-chu. Aparatdik. Shundan keyin boksda opirish bu hech qanday masala emas bizga nisbatan desam, u qizlar boksda emas, o'sha xaltada opirayli. Xaltada opiramiz deb turaylik, o'sha kichik ziddiyatdan boshlanganda aramizda ziddiyat bo'lib, keyin u qizlar meni qo'g'lab chiqadi-da, endi bir hisobda. Yo'q, mening deganim deb qo'g'lab chiqadi, ikkinchi ko'zim ko'ringuchima deb. Nima deymiz, bu bir haqorat-da, ikkinchi ko'zim ko'ringuchima, sen loziming yo'q bu yerda deb-chu. Shu masala bilan ziddiyat boshlandi. Bu masala biz qarindoshlarning orasida, hamma qarindoshlarning orasida bilindi albatta bir kunning ichida bilinib, meni chiqargandan keyin deb men ishlamadim-da, yerda ishlamagandan keyin. O'shan butun jamoat qarindoshlar bildi. Ham buni shu chet ellik missioner ularni bilgandan keyin bo'lsa, ularning hal qilishi menga nisbatan nohaq bo'lib qoldi. Menga nisbatan ideyamni o'tmadi-da. Ular o'sha qizvalnikini to'g'ri, shu qizvalning qilsin, shu qizvalning degan uchun bo'lsin deb qilgandi. Ham bu yerda men konkret birdan deyishimning hojati yo'q. Ben sizlarga davet etsin desem. Şuna qilib bu iş, aşna qilib bu menga nisbatan bu yerda yana bir qatam mening shu arzuyim, ya'ni mening shu kollektiv jamoatimiz uchun, qarindoshlarimiz uchun deb boshlagan shu arzuyim yana bir qatam yo'q bo'ldi. Bir hisobda shunda tatgan men bu ishlarni, ya'ni bu bo'lkini muvaffaqiyat keltirish uchun u yerda xalqning, ya'ni o'sha missionerning uyida kechgacha o'zim yo o'sha yerda mashq qilib qaytib pishirish orqali bir oyga yaqin jaboliq nima ish jarayonida aram bir muvaffaqiyat qozonib, aram bir bo'lgan oshgan, pishiriq do'koni oshganda biz ashna holatga kelgan vaqtimizda bu yerda ularningki u qizvalnikini rostab menga
qilgan muomalasi, ya'ni meni qo'g'layotgandan keyin men chiqib ketdimda. Shundan keyin bo'pti, u nimasi shu qizning, ya'ni mas'ul qizning ismi shuning nomida bo'lgandan keyin shuning bo'yicha qilayli deganda menga nisbatan o'tmadik, ideyamda o'tmagan bir masala. Shundan bo'lgandan keyin lekin bu ish to'liq hal bo'lmadi menga nisbatan. Pokiz hal bo'lmadi, chiroyli hal bo'lmadi. Keyin bir haftalar o'tgandan keyin biz ko'rishgan vaqtimiz bo'lsa, bu missionerlarning menga degan gapi bo'lsa, bu qizlar bo'lsa, o qizning nomida qilgan, biz o qizni qo'g'lay etmaymiz-da, deb boshlandaydi. Qo'g'lay etmaymiz-da, o qizning nomi bilan ochgan do'konda. Unisi sizni qilsak agarchanda siz bu ishni qilib olmagan tursangiz, qila olamsiz. Do'konni yurish ishlarini siz qila olamsiz deb menga shunday dedi-da. Bu gap menga bu bergan javobi bu menga nisbatan nihoyat bir ideatni o'tmagan menga nisbatan aqlim sig'magan bir ahvol bo'ldi. Yani shu vaqtga menga nisbatan men u yerda o qizlarni qo'g'lab bering, yo o qizlar kelsin men qolman degan o'sha birini qo'g'lab birini qoldirish masalasi emas bu degan. Oramizdagi masalani chiroyli hal qilsak bitadigan, bu ish ravolashadigan ish. Lekin ashuna hal qilish usuli menga yoqmagandan keyin yerda shuna qilib chiqatdim. Chunki shu jarayonlarda yenimda qal ikki bir abay to'shig'ichi boladim, yana bir qiz bola menga doim yordam qilgan boshqa bir qiz bola bordi. Do'stim, yaqin do'stimdi. Shuna shu jarayonlarda bu do'stim bilan o'g'il bolamni beni oldan qilib yurib ularni o'rgangan. Shuna men ularga barliq nimalarni işletiş jarayonlarini, bo'lib pishirish jarayonlarini, gram sonlari ham ularga berdim, o'rgit qo'ydim-da. Berdim ularga, ham daftarimni shu yerga ularga berib men yana chiqqan. Shunday qilib men keyin boshqa ishlarni qilib, oxirsida boshqa bir Uyg'ur jamoati bor, orasidagi jamoatdagi bir adashning tunishtirishi bo'yicha men ish kirsida shunday muqaddas kitob o'rganadigan, muqaddas kitob maktabi-chu, ashuna o'rganadigan maktabni o'qishib, ya'ni shu adashni o'qish berishi bo'yicha men shu joyga borib muqaddas kitob o'qidim, ya'ni o'rganish ishlarini boshladim. Shunday qilib mening ishkirda men xudo ishini bir 2 yil bo'lmay mushunaq chiqishlar bergandan keyin men ishkirga shu chiqqancha ishkirga avval shu joyda anon degan boshqa joylarda aynan izchil muqaddas kitobni o'rganish ishini boshlaganda, endi bu ish yaqinda qaytadan deymiz yuzlashdik bu ishda. Ya'ni shu darsimizni boshlagandan keyin YouTube'ga chiqadigan emasmi, Telegramdan chiqadigan degan o'xshash boshda. Shu vaqtda bu missioner men bilan aloqalashibdi, meni topibdi-da, albatta. Tepib aloqalashgandan keyin biz ham deb paranglashdik bir qatim fursatda. Paranglashib shuni bilan men hamda biz hamda mushu ahvol so'rashib qilishmaymiz vaqtimizda. Mushu ish albatta chiqadi-da. Chunki bu ish sababidan, ya'ni mushu kichik masala menga nisbatan bir to'g'ri bo'lmagan, to'g'ri hal bo'lmagan mushuna masala tufaylidan shundan keyingi mening hayotimda nurg'un o'zgarish, nurg'un hatta men ishkirsilik vaqtlarimda nurg'un qiyinchiliklardi. Chunki men dedim ota-onamning qarshimga qoldim, barliq do'stlarimning qarshimga qoldim. Hatta shu vaqtlarda 2009-yillarda vatan yuz bergan ishlar tufayli menmi saqchixonalarga bir qatim emas, keyin ishlardim, necha qatim saqchixonalarga berib kelgan ishlar bo'ldi degan o'xshash. Lekin shu ishlardan shu men shu chiqqandan keyin bu jamoatdagi qarindoshlarim bilan ham aloqam bo'ldi deb o'ylaganda, aloqam bo'ldi deb shu qarindoshlar bilan aloqalashib, boshda bir yaqin do'stim bilan aloqalashdik ki boshqalar bilanmi ba'zan vaqtlarda Urumchiga boshqa bir necha yil bir qatim borgan vaqtlarimda ular izlashay, ko'rishay degan vaqtlarimda ular men bilan ko'rishishni rad qildi desam bo'ladi qarindoshlar. Shuni men tushunmadim, ularning nima uchun mendan qochib mendan qilganini-da. Shuni yaqin deb ayam chiqdi dedim emasmi? Shu vaqt ko'rishgan vaqtimizda bu shu masalani o'tirg'i chiqarimiz albatta. Chunki ular mening qarindishim. Xudoning yo'lida, haqiqat yo'lida ular menga nisbatan eng aziz hisoblangan, menga nisbatan hatta o'zimning qarindishim, jonjigari bir qursa qarindishimdimi o'ta qarindoshlarim. Shu qadar Xudoning mehr muhabbatini, qudratini, Xudoning marhamatini billikcha boshdan kechirgan qarindoshlarim edi. Lekin ularning shu muomalalari ham ularning bu qonunlari hech qaysini men tushunmagan emasmi. Bu qatim ko'rishgan vaqtimizda mushu masalalar o'tirib chiqqanda bu kishining menga bergan javobi yana biroz ajablanarli bo'ldi-da. Endi men bo'lsam aksicha hozir
Shu ishlar, ya'ni agar shu vaqtda bo'lib pishirgan vaqtimiz shu ish yuz bermagan bo'lsa, men muqaddas kitobni o'rganish yo'lida hozir qadar shunday Xudoni tunish, Xudoning so'zlarini o'rganish, Xudoning go'zal so'zlarini texmi cho'nqur tushunaydigan shunday yo'llar mang'alaydigan bo'lmadim. Albatta bunday fursatlar bo'lmaydi deb. Men aksicha shu jarayonlarda Xudoning yorug'ligi, Xudoning mehri shafqati, Xudoning mening beshim kelgan shu azob oqibat kunlarda, qiyinchiliklarimda menga yordam, menga jon do'st, menga sirdosh bo'lib, menga amra bo'lib, barliq qiyinchiliklarimda meni yetaklab menga ishlar orqali Xudoning iltifotini es qilish orqali, Xudoning menga ko'rsatgan Xudoning mehr shafqatini shu qadar cho'nqur tunish orqali men albatta bu ishlarga, bu Xudoning irodasi, plani ichidagi, Xudoning mening hayotimdagi o'zining planini apmangan yo'l ekan. Yani shu vaqtda shuni azar bo'lgan bilan Xudo bu ishni shunday yaxshi, menga nisbatan shunday hayotimdagi barliq ishlarimni hammasini yaxshi, menga nisbatan yaxshi, mening manfaatimga yaxshi deb qarayman. Rimliklar xat 8-bob deb emasmi? Shuning uchun hammishni bizning manfaatimiz uchun yaxshi bo'lgan bo'yicha o'rlashtirdi degan o'sha. Mening uchun yaxshi o'rlashtirganligiga ishni hozir u ishlar menga nisbatan garchi savol bo'lib qolgan bilan u ish menga nisbatan bir azob emas, u ish menga nisbatan bir kechirolmaydigan emas, balki menga nisbatan bir Xudoning iltifoti ekan. Aksi shu ish bo'lmamas mening bugunim bo'lmaydi deb turib rahmat aytadigan, tashakkur aytadigan, shukr aytadigan, Xudoning iltifoti deb tunuydigan, Xudoni madihlaydigan bir ishga aylanganda, shunday bir jarayonlar orqali ham Xudoni texmi bu jarayonlar hammasi Xudo bilan birga bo'lish jarayonlarimiz, Xudoni texmi cho'nqur tunish jarayonlarimiz. Xudoning huzurida turib, Xudoning so'zini cho'nqur tunib yurib, chunki bizmi birisi bilan qancha cho'nqur birga yashagan seri uning bo'lgan mehrimiz, uning bo'lgan tunishimiz cho'nqurlashgan o'xshash. Shunday jarayonlarda biz faqat Xudoga tayinib, Xudoga qarab, Xudoning yetaklashiga ergashib, Xudoning shunday bir yo'llarni aytishini, Xudoning shunday bir ishlarda, shunday bir bizning hayotimizga yuz bergan shu ishlarda Xudoning bizni qo'g'dishini, Xudolam qo'g'day oladigan ishlar bo'lg'ashqa, Xudoning bizni yetaklay oladigan ishlar bo'lg'ash, Xudoga tayinishni o'rganish jarayonimizda, Xudo bilan birga bo'lish jarayonlarimizda, hayotimizni Xudo bilan o'tkazishni, Xudoning so'zini tushunib o'tkazishni, shunday o'tkazishni biz o'rgangan vaqtimizda mushu jarayonlar orqali texmi Xudoga yaqinlashib, texmi Xudoning huzurida, texmi Xudoning bizga ato qilgan haqiqiy erkinliklar, ya'ni bizning qilib qolgan shu gunohkor tabiatimiz, koni tabiatimizdagi shu ahvollardan bo'lgan seri erkin bo'lishni, koni tabiatimizni tashlab, shu Xudo bizga ato qilgan yangi tabiatning, yangi obrazimizni, shu obrazimizni bo'yicha yashashni o'rganish jarayonlarimizni, Xudoning obrazi bo'yicha yashashni o'rganib, biz shu koni tabiatimizdagi, gunohning qullig'idagi holatimizdagi, gunohning qullig'idagi barliq ideallarimizni tashlab, o'y-fikrlarimizni tashlab, qarashlarimizni tashlab, Xudoning qarashi, ya'ni Xudoning so'zi bilan Xudoning bizga ato qilgan shu erkin holatdagi, Xudoning obrazi bilan yashaydigan, Xudoning so'zi bilan qaraydigan, Xudoning so'zi ichidagi shu erkinlikni, ya'ni Xudoning so'zi haqiqat ichidagi erkinlikni Yohanna bilan qo'shg'ardi bo'lamizmi? Haqiqatlarni haqiqiy erkinlikka ayrishtirdi degan o'xshash. Ana shu jarayonlar orqali Xudo bilan birga yashash orqali biz haqiqiy erkinlik, ham shunday Xudoning bizga ato qilgan mehr muhabbatining naqadar cho'nqur, naqadar mo'l ekanligini, bu endi afasliklar yozilgan 2-boblarda bor. Shuning uchun bizning hayotimiz orqali shu Xudoning mehr muhabbatini, Xudoning mehr shafqatining, bizga ato qilgan mehr shafqatining naqadar cho'nqurligini his qilgan shu jarayonlarmizmi? Shu mushunday bir Xudoning mehr shafqatini, Xudoning bizga ato qilgan mo'l mehr muhabbatini, musha beshimizning kechirish, Xudo bilan birga bo'lish jarayonlarida, musha jarayonlarda o'rganish orqali biz mehr muhabbatlarcha Xudo bilan, Xudoning ko'zi bilan dunyoga, ishlarga, Xudoning yetaklagan cho'ng bir kartiniz ichida hayotimizga ham hayotimizdagi ishlarga, har bir ishlarning Xudoning qanday bir hikmati ichida, Xudoning qanday bir irodasi, plani ichida yetaklab, ularni bizning uchun, shunday bir ishlar uchun o'zgartib yetaklab manganligini biz his qilgan vaqtimizda shu barliq ishlarga aksicha shukr qilib, hem shunday Xudoning bizning hayotimizda qanday irodasi borligini anqirgan vaqtlarimizda, Xudoning bizni qanday umidga chaqirganligini, Xudoning bizga qilgan va'dalarini, Xudoning bizga va'da qilgan shu mirosi,
yani qanchalik mo'l va shonliq, yani bizni o'ziga chaqirgandagi shu shon sharaf, ulug'liq bizni o'zining xizmatiga chaqirgandagi shu ulug' shon sharafning naqadar cho'ng ekanligini, Xudoning bizning uchun, yani Isa Masih orqali bizga ato qilgan, bizning hayotimizda ko'rsatgan shu kuch qudratining naqadar qudratli ekanligini shu tushunib yetalaydigan, shuni tushungan vaqtlarimizda biz barliq ishlarga ana shundoq shu kichikdan misollar, shu kichikdan masala, shu kichikdan ish orqali qaramasdan hayotimizga yoki ishlar qaramasdan balki cho'ng Xudoning kartinasi, cho'ng Xudoning irodasi, hayotimizdagi cho'ng irodasi bilan shu ishlarga qaralaydigan, shu ishlarga Xudodan kelgan olgan shu mehr muhabbatimiz bilan, shu Xudoning mehr muhabbati bilan to'lgan qalbimiz bilan qarab turib mehrlarcha qarindoshlarga o'zaro mehr muhabbatli ko'zimiz bilan qarayalaydigan bo'lishni o'rganganligimizni ham tunib yetalaydi ekanmiz. Shu vaqtda yani Xudoning ana shunday mehr muhabbatimiz tunib yetgan vaqtimizda biz ham har bir chaqirilgan qarindoshning, har bir Rabbning nomini e'tirof qilib, Rabbim deb chaqirgan har bir qarindoshning, mayli ular hozir biroz nuqsoni bor bo'lsin, mayli ularning hozir kamchiligi bor bo'lsin, mayli ular hozir qanday yo'llarda mang'atgan bo'lsin, u Rabbni e'tirof qilgan bo'lsa, Xudoning o'zining, uning haqiqiy egisi, uning haqiqiy yetaklig'ichi, uning haqiqiy qo'g'dug'ichi, uni hargiz unda tashlab qo'ymag'ichi, har bir jon, ya'ni har bir qarindoshning, har birimizning Xudoga nisbatan qanchalik qimmat ekanligimizni. Chunki Xudo har birimiz uchun, sizning uchun, mening uchun, har bir qarindoshimiz uchun o'zining o'g'lining qanini orqali, o'zining o'g'lini qurbonlik qilish orqali biz har birimizni gunohimizdan paklab o'ziga mansub qildi emasmi? Shuning uchun bu Rabbimiz Isa Masihning Kristdagi bu qurbonligi, har birimiz uchun to'yilgan bu qurbonligi, undaq bir oddiy qo'yning qurbonligidek bir setib olg'il bo'lgan yoki yenik bir qurbonlik emas, yoki arzon bir qurbonlik emas, yoki ko'zga ilmaydigan bir qurbonlik emas, balki har bir qarindoshimiz uchun, har birimiz uchun ko'rsatgan mehr muhabbatining shu qadar cho'nqur, shu qadar cho'ng bir badal ekanligini biz tunib yetgan vaqtimizda har bir qarindoshimiz mayli hozir qandoq bo'lsin, qanday jarayonlarda mang'atgan bo'lsin, mayli o'sib yetilish jarayon bo'lsin, mayli hozir endi e'tiqod qilib bu vaqt holatida bo'lsin, shunda qandoq jarayonlarda, qandoq nuqsonlar, qandoq kamchiliklar bo'lsin, biz o'zaro bir-birimizni qabul qilib, uningga Xudoning shu mehr muhabbati bilan ularni biz bir-birimizning bag'riga basa oladigan, ularni qabul qila oladigan holat bizni paydo bo'ldi. Shuning uchun biz har bir qarindoshlarmi ana shu Xudoning cho'nqur mehr muhabbatini, so'zini, Xudoning bizga ato qilganlarini biz cho'nqur tushunib yetgan vaqtimizda Xudoning shu ato qilganlari bilan biz boshqalarga, atrofimizdagilarga qaraya olamiz. Ham shunaqla Xudo, Rabbimiz Isa Masih bizga degan bir-biringdan suyunlar degan amrni biz shu amrni markazlashtirib ham yashay olamiz. Ya'ni bir-birimizga mehr muhabbat ko'rsata olamiz, ham inoq bo'la olamiz, ham mehr muhabbat ichida biz shu qadar Xudoning ulug'ligini, bizga ato qilgan mehr muhabbatini taxim cho'nqur his qila olamiz. Shuning uchun men bizning qarindoshlarning biz chiqamiz. Gerçi biz az bo'lsaqmi Uyg'ur qarindoshlar, az bo'lsaqmi dunyoning har qachonlari chechilib o'zaro ko'rishish fursatlarimiz bo'lmagan bo'lsa-mu, biz lekin shu Rabbimiz orqali bir gavda bo'ldik. Rabbimizning bir gavdasini, bir tinini shakllantirgan bir jamoat bo'ldik. Shuning uchun biz qarindoshlarning ham bir-birimizga mehr muhabbatimiz bilan, bir-birimizga bo'lgan kang qo'saqligimiz bilan, bir-birimizni to'g'ri tushunib yurib, bir-birimizni yetaklab turib, bir-birimiz bilan haqiqiy Xudoning mehr muhabbati ichida mehr muhabbatlarcha munosabat bog'lab turib, bir-birimizni o'zaro qabul qila oladigan mehr muhabbat bilan bir-birimiz qaraya oladigan shunday bir inoqlikning, mehr muhabbatlarcha bir jamoatning Xudoning so'zi ustida, sog'lom holatda Xudoning so'zi ustida bir-birimizni yo'laydigan, rag'batlantiradigan, bir-birimizni e'tiqodida o'sib yetilishimizga yordam qila oladigan shunday bir kollektivimizning, Uyg'ur jamoatimizning bo'lishini men nihoyat umid qilaman. Chunki biz har birimizning ustida kim bo'lib ba'zanlarimiz bizning millatimizning boshlamchilari bo'lib chiqamdi, bizning millatimizning taqdirini o'zgartira odamlar bo'lib chiqamdi va yoki ba'zilarimiz orqali bizning yana qanday bizning oramizda
qandaq cho'ng ishlarni Xudo qildiganligini biz ham bilmaymiz. Chunki har birimizning ustida Xudo o'zining plani bor, irodasi bor. Shunga har birimiz Xudoga nisbatan shu qadar qimmatli Xudoning farzandlari, guharlardirmiz. Shuning uchun biz har birimizning Xudoning ustimizga irodasini tamomlashiga qadar bir-birimizga yor yo'lak bo'lib, o'm bo'lib, gavdimizga tirab turib, shunaq hayotimizdagi jafo mushaqqatlar bo'lsin, dunyoniki, har xil dunyo hozir shu qadar dunyoning qulaylashib, dunyoning go'zalliklari, dunyoning qulayliklari shu qadar odamni masxush qildigan vaqtlar hozir. Shunday bo'lsa-mu biz dunyoning iqlimlariga ergashmasdan Xudoning so'zi bilan, Xudoning irodasini izlab mang'alaydigan e'tiqodchilardan bo'la olamiz. Xuloslasak, oxirida biz bugungi olamning yaratilishini 42dan 44 boblarigacha qadar mazmun, Yusuf bilan shu qarindoshlarining uchrashishidagi mazmun. Bular orqali biz ham mana shunday cho'ng bir gavda bilan ko'rgan vaqtimizda Yusufning ham bu yerda qarindoshlari bilan bo'lgan munosabatida biz 45-bobni ko'rgan vaqtimizda Yusufning o'zini degan gap, ya'ni men sizlarning ininglar, ya'ni sizlar Misrga setayotgan Yusuf bo'lman deb oshkorlagan vaqtida bu ish uchun ansirab o'zinglar aytib bo'yrimanglar. Xudo xalqining hayotini saqlash uchun meni avval bu yerga avatdi deydi. Ham shuningla eng oxirida Yaqub olamni o'tgandan keyin akalari qaytadan ansiraydi emasmi? Ansirabning qolgan vaqtida Yusuf ham ular deydi, qo'rqmanglar, men hukm qilib jazolaydigan Xudo emas. Sizlar ziyankesh qilmoqchidinglar, lekin Xudo nurg'un kishilarning hayotini saqlab qolish uchun yomon ishlarni yaxshiga aylantirdi deb. Ya'ni Yusuf izchil aqllariga ham, aqllarining oldida bo'lsin ham biz bayon degan o'xshash Xudoning iltifoti, Xudoning irodasi, Xudoning ko'zi bilan o'zining hayotiga qarab turib, hayotidagi Xudoning irodasini anqirgan shu tuyg'usi bilan, ya'ni Xudoning qalbi bilan, Xudoning mehr shafqat qalbi bilan aqllariga ham mehr shafqatlarcha shunday muomala qilganligini ham biz xuloslasak, ham shuningla bu yerda Yusufning bu ishlarni qilishga maqsad muddasining bo'lsa, o'zaro bularning orasidagi munosabatini, bularning orasidagi oiladagi huquqiy qarindoshlar, shularning orasidagi munosabatni shu tugunlarni yechib asli keltirish uchun bularning gunoh, shu xatoligi, shu gunohi Deki işlarning o'ttirg'i chiqishi shu ishlar yuz bergan, shu kechmishda shu yuz bergan ishlarning real holatda shu holatda o'ttirg'i chiqish orqali bu tugunlarning yechilib, masalalarning hal qilinib, ya'ni gunoh deymiz, xatoliklarning hal qilinib, qisqasi bularning Xudoning yo'lida, Xudoning ularni qutqizish yo'lida bu yerga kelganligini oxirsida biz 45-46-bob oxirgi mazmunlar orqali ham texnik cho'nqir ko'ra olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun bir qadar uzrab ketdi, birasi ko'p uzrab ketdi. Shunday bo'lsa-mu, tinish bir holatda anglab chiqishinglarni umid qilmay, agarchi orasida xatolar qilgan gaplar yoki yanglishlik bilan qilgan gaplar bo'lsa, to'g'ri tushunishinglarni, agar xatolik bor deb qaragan masalalar yoki sizlarning texmi bu kitobning bu mazmunlari orqali texmi boshqacha tushungan mazmunlar bo'lsa, men bilan ham o'rtoqlashinglarni, barlashinglarni xohlayman. Ham shuningla qanday savolinglar bo'lsa-mu, mayli e'tiqodchilik bo'lsin va mayli qanday bir savolinglar bo'lsa, u chiqashkari albatta men bilan aloqalashib, qachonlar bo'lsa, nim qilishinglarni men xohlayman. Ma'qul hamsa qarindoshlar, bugungi mazmunimiz mishayda oxirlashdi. Biz ham keyingi sonda davomli ko'rishaylik. Hammalarga Xudodan kelgan mehr shafqat, Xudodan kelgan aql farosat, donolikni Xudoning sizlarga ato qilishini, Xudoning sizlarning ustinglardagi irodasini sizlarga anqartqizishini, ham shundaqla har vaqt, har kun, har ishlaringlarda Xudoning yetaklishi bilan, Xudoning sizlarga shu ishlar ustidagi o'zining irodasini anqartqizishi bilan Xudo bilan birga g'alaba qilgan kunlarni, shunday ishlarni, Xudoning ulug'ligini ko'rgan shunday kunlarni, har bir kuninglarni shunday Xudoning ulug'ligi ichida o'tkazishinglarni tilakdoshman. Ma'qul hamsa aman bo'linglar.